Bu zo'r passivniy daromad beradigan zo'r instrument. Arendada yashashda davom etib, ko'chmas mulkka investitsiya qilib, keyingi 10 yilda shu pulini qanaqa ko'paytirishi mumkin? Apart otel Nijiloydan ham yaxshi bo'lishi mumkin. O'zingiz investitsiya qilayotganda nimaga qarab turasiz? Makbro loyihamiz ham o'zi bo'lmagan unaqa format. Endi ko'pchilik hozir quruvchilarni ko'ryapti, pul shotda ekan deb turib, shunda bozorni ham tashlayotdi, qurilishga kirib ketib qolishyapti-da. Toshkentingizda ham bir turib qoldi, anaqa olganlar, даже arzonlarga sotishdi-da. Nimaga tendensiya tog'ga qarab ketyapti? Narxi unaqa tushib ketayotgani, yer ko'payib ketayotgani yo'q-da. Kaliforniyada oltin vasvasasi bo'lgan paytda hamma oltin topishga kirishib ketgan paytda ketma sotganlar boyib ketgan deyishadi. Qurilishga kirmadi. Qurilishga bir yordam beradigan qanaqadir biznesga kir. Zolotoy kvadratlar bor, o'zi qimmatda, ham sotuv ham o'tdan olib unaqa foyda qilib. Kadastr chiqmasligiga eng katta xalaqit beradigan qaysi narsa bor? Mana yana bitta xavotirim bor, kanalizatsiya. Hozirgi holatda unaqa ko'p qurib tashlashga to'g'ri e'tiboz ko'tarmaydi. Marhamat, xush kelibsiz. Rahmat. Taklifga o'ylamasdan kelganingiz uchun. Rahmat. Kvadrat metr degan loyiha boshlaganmiz. Loyihaning maqsadi bor. Maqsadi bu bizning nazdimizda developerlar bilan oddiy xalq o'rtasida kommunikatsiya uzilib qolgandek. Xalq developerlar haqida o'zi alohida bir fikr uyg'ongan. Developerlar faqat o'zini Instagrami yoki o'zini o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali kommunikatsiya qiladi bo'ldi. Bizning maqsadimiz shu bitta ko'prik bo'lish, developer bilan oddiy xalq o'rtasida qanaqadir kommunikatsiya. Masalan, oddiy xalq so'ramoqchi bo'lgan savollarni developerdan so'rash va developerni ham eshitish. Ba'zi holatlar bo'ladi, o'zi bu loyihani ancha oldin boshlaganmiz, 2 yil bo'ldi, lekin orada to'xtab qoldi-da. Yaqinda bir holat bo'ldi, o'sha xalq norozi bo'lib chiqqan, qurilishdan va hokazo bo'lgan. Keyin developerga telefon qilsak, developer xalqda ham ayb borligini ham ko'rsatadi. Ya'ni tangani u tomonini. Lekin muammo developer u haqida gapirmaydi, ba'zida jimtiroq qolaylik maylan, anaqa vaqt ko'rsatadi deydi. Lekin brendga ta'sir qiladi. O'shaning uchun shunaqa loyiha boshladik. Zo'r qilibsizlar, yaxshilar. Shunaqa, shu kommunikatsiya. O'shanga menimcha birinchi bundan oldin bir developer bilan gaplashdik, lekin ular oldin developer bo'lganlar-da. Bir 2-3 yil oldin o'sha Darxan Avenue degan loyihani qurishgan. Hozir endi podключ remontga o'tib ketishgan. Siz hozirda o'zi anaqa qurilish bilan shug'ullanasiz. Meni bitta qiziqtirgan savol, men O'zbekistonga kelganimdan keyin tog'da loyihalar ko'payib ketdi. Juda ko'p ko'ryapman. Yaxshi investorlar tog'ga pul tikishyapti-da. Shunaqa tendensiya ko'rdim. Tog'ga chiqqan paytimizda ham o'sha yoninglarda Oqtosh Avenue qurilayotgan yonda bitta otel bor. O'sha otelga bir chiqdik. O'sha paytda Oqtosh oldidan o'tib ketdim. Juda zo'r, bashang qilib zo'r loyiha qilayotgan ekansizlar. Nimaga tendensiya tog'ga qarab ketyapti? Xo'p, endi o'zi qanaqa desa bo'ladi, bu tog'ga tendensiya ketayotganiga qarab yurmaganmiz biz. Bizda vaqti boshqacha bo'lgan, Oqtoshning filosofiyasi boshqacha o'zi. Umidjon akam bilan podkast qilganimizda ham ozgina aytdim, nima uchun o'tda boshlanganiga. Oqtosh o'zi bilsangiz, necha yillardan beri o'zini o'sha lichebniy joyligi bilan o'zini shunaqa pozitsioner qilib keladi. Bizani ham shu oilaviy ishimiz tushgan shunga. Katta farzandim o'sha allergichniroq bo'lib, ozgina ko'p shamollab qanaqa bo'lganda rosa vrachlar bilan maslahatlashma qilganimizda shu Oqtoshga borgin deb nima qilganlar. Shunda borganimizda bahorda edi. Bahorda borganimizda o'tda taklif unaqa ko'p emas edi. O'zi Oqtosh sanatoriya bor edi. Yana bitta chasniy joylar bor edi, unaqa taklif ko'p emas edi. Keyin pulimiz bor edi, to'lashga, joy olishga biz endi yotib qolib o'sha yerda ozgina yashash mo'ljallayapmiz. Joy topa olmadik. Oqtosh sanatoriyada qishda kelish kerak bizga, yozda, bahorda nima qilish uchun sezon hozirda ishladi. Keyin qatnadik. 80 kilometr mana shu qatnadik. Har kuni qatnardik ertalab. Quyosh chiqishiga voqli o'sha haligi toza havo bo'ladi, ertalab odamlar yig'iladigan joy bor, ertalab eshitsa mingta odam yig'iladi. O'sha yerda har xil O'zbekistonning har xil joylaridan kelishadi. O'sha yerda o'tirib, anaqa qilib bir xayol surib o'tiruvdimda, o'sha paytlarda Bochka tomonlarda shunaqa bir mehmon uylari qilib, shunaqa bir loyiha qilgandik-da. O'sha paytlar edi. Keyin anaqa qilib o'sha oladi yurmash betda shunaqa spros ko'p ekan, odamlar juda ham foydali, odamlarga taklif yo'q. Odamlar действительно xohlashadi, taklif yo'q. Uylarni qilib rosa to'la ekan, hali odamlar uyini ham ko'yka qilib ham berishadi, anaqa rosa nimada. Keyin o'sha yerda o'tirib o'yladim, неужели shu yerda yer yo'q ekan? Qurilish qilsa bo'ladi-yu bu yerda ham dedimda, shu bilan rosa o'ylab shu narsa haligi xohishim sekin-sekinlik bilan maqsadga aylandi-da.
Bu endi mani buvimlar ham o'zi astmatik bo'lganlar-da. Ular bilan juda ham haligi munosabatlarimiz boshqacha bo'lgan. Hali yoshligimdan mani ruhlantirib, zirnolarni juda ruhlantirardilar-da mani. Ular bilan ham o'z yoshligida chiqqanmiz o'tga. Shu Oqtoshga kelib davolanib, mana qilib yozda chiqardilar, sanatoriyga chiqardilar. Keyin shunaqa fikr bo'lib qoldi, shu yerda nimadir qilish kerak deb o'ylab yurib, birinchi loyihamiz o'tda 20 ta gostivoy edi, bitta gostinitsa edi. Keyin maslahatlashib, do'stlar bilan yaqinlar maslahatlashib, ozgina anaqani o'rganishni boshladim. Oprosnik qilganman. O'zim oprosnik qilganman. Yaqinlardan, tanish-bilishlardan so'rab, mana shunaqa bo'lsa olarmi deylar. Qizumi shunaqa mashnaqa loyiha bo'lsa. Dacha sifatli gostivoy domlarga qimmat ekan deyishgan. Endi narxi ham o'tdi 4-5 so't yer olish o'tdi juda qiyin bo'lgan o'sha paytda. Men o'zim topa olmaganman, shu Allohning izmi bilan anaqa bo'lib, o'zgarishlar bo'lib, men bu davlat tomonidan o'zgarishlar bo'lib, qulayliklar yaratildi-da yer olishga. Imенно shu turbazalarni, Bo'stonliq tumanini rivojlantirish haligi shu nimaga potokka tushdik-da. Shunda shunaqa zo'r imkoniyat bo'ldi, yer olishga o'tdi. O'shanda olindi, hukumat tomonidan zo'r yordam berildi bunga, zo'r anaqa bo'ldi, imkoniyat bo'ldi-da. Shunda yer olindi, keyin shu loyihaga rosa nima qildi, loyiha boshida aytganimdek loyiha bo'lgan, keyin o'ylasak, oprosnik qilgandan keyin u juda qimmat bo'lib ketar ekan u narsa 20 tadan oshiqroq adashmasam 30 taga yaqin edi va bitta gostinitsa. Keyin shu maslahatlashib mashinga anaqa qildi-da, shu kichkinaroq formatda kattaroq auditoriyaga qilsa yaxshi bo'lar ekan, ham ko'proq anaqa bo'ladi va shunaqa infratuzilma qilamiz deb rosa bosh qotirib jamoa bilan shu loyiha paydo bo'ldi-da, xullas. Deymiz shu Oqtoshda shunaqa anaqa bo'ldi. Keyin shu bilan boshlanib ketdi-da, lekin bizni u paytda o'zi hech kim qilmayapti bu narsani. U tog'da unaqa loyihalar yo'q edi, nol edi, yo'q. Shu birinchilardan o'sha boshlandi, undan keyin mana hozir sekin paydo bo'lishni boshlayapti-da. O'sha biz boshlagan paytda yo'q bo'lgan, hech kimda unaqa fikr ham, loyiha yo'q edi. To'g'ri, gostinitsalarga boshqacha formatlarda bor edi-yu, lekin bunaqa formatda yo'q edi. Endi bilmayman qanaqadir vizov bo'ldi-da shu narsa. Bir qalbim anaqa qilganda yurish kerak shu narsa degan signal bo'ldi, shu bilan yurildi-da. Xullas, yomon emas. Mana ko'pchilik qiziqishyapti, anaqa qilishyapti. Xudo xolisa yomon emas. Xaridor kim? Xaridorlar asosiy bizda bir 60-70% o'zi uchun, oilasi uchun olayotganlar-da. Endi bor bir 20-30% o'sha investitsiya uchun, yana ijaraga beraman deb shu proyekt kompaniya orqali yana yurg'izib доходный недвижимость qilib foydalanaman deganlar ham bor. Lekin ko'p qismi ota-onalariga olib berishyapti, oilalar ota-onalarga anaqa qilib yoki o'zligiga olishyapti, mana shunaqa. U yerda yashasa bo'ladi. Zo'r community bo'lyapti-da. O'tda lekin proyekt shunaqa chiroyli nima qilingan. Boshida shu proyektimni biz turetskiy kompaniya qilingan. Ozgina korrektirovka qildi. Ularni ham shu turetskiy kompaniya tomonidan qilindi. Yomon chiqmagan, yaxshi, hamma infratuzilmaligi qulayliklar yaratilgan. Bu anaqa bilan investor bilan qilyapti, to'g'ri? Men bir o'zim emasman, o'tda sheriklarimiz bor, do'stlarimiz bor, shu billa qilyapmiz. Endi hozir sotilyapti u joy. O'sha qismi nima kvartira sotilgandek qilib sotilyapti. Endi rinokdan ham olyapti. O'zimiz ham investitsiya qilganmiz o'tgan normalniy. U tog'dagi masalan yerlarni kim beradi? U tog'dagi yerlar o'zi direksiya tomonidan biza olgan paytda boshqacha edi. Hozir endi auksionga o'tib ketilindi-yu. Biz olgan paytda boshqacharoq edi. O'zi bu yerlar olinishiga ham sabab shunaqa bo'lganki, o'sha yo'nalishga ozgina qadam qo'yganimiz juda katta foyda berganda. Boshida o'sha hujjatlar qilib topshirganimizda biznes planni ko'rib chiqib, u paytda o'sha direksiya tomonidan berilardi, auksion emas edi. Hujjatlarni ko'rib, planni, bizani o'sha rejamizni ko'rib, biznes planni o'rganib chiqib, ikkita zamechaniya berishgan. O'sha bu sohada opit и finansирование qanaqa bo'ladi deb, shuni keyin shu nimalarni ko'rsatganimizdan keyin nima bo'ldi? Biz olgandan keyin bir yil, 1,5 yildan keyin уже sekin auksionga o'tdi. 2 yilga yaqin o'tdi menimcha, 1,5 yildan keyin auksionga o'tib ketdi. Уже sal hozir format boshqacha. Hozir auksion orqali olinadi.
No, baribir Bo'stonliq tumanining hamma yerlari o'sha turizm direksiyaga qaraydi, direksiya tomonidan kontrol qilinadi. Turizm direksiya qiladi. Da. Tushunarli. Shaharda ham quryapsiz, celebrity bilan. Shaharda ham loyihamiz bor-da. Endi hozir yana mana endi o'zi mana shunaqa yengilliklarga kirish qanaqadir bilmayman, qiziqaman shu narsaga. Mana Macbro loyihamiz ham o'zi bo'lmagan unaqa format. 2020-yilda bizda opit ko'p unda. Misol 2010-yildan opit bor. Undan даже oshiq ham 2008dan opit bor u sohada, texnika sohasida. Lekin 2020da shu pandemiya bo'ldi, shunaqa imkoniyat bo'ldi-da, o'sha shaharga chiqib anaqa qilindi. U ham yomon bo'lmadi, anaqa normalniy, hozir ham yomon emas. Aytmoqchiman, mana shu hozir mana yangi bitta loyiha boshlayapmiz. U ham mana shu Oqtosh endi bu tog'da bo'lsa, o'sha apartment degan tushuncha, bu kultura o'zi yangi-yu bizga, tushunarsiz. Lekin bu model boshqa bozorlarda zo'r ishlaydigan narsa. Tushuntirib bering, apart hotel nima o'zi? Mana bunaqa narsada qarang. Aytaylik Turkiyani olamizmi, Balini olamizmi, Dubay olamizmi. Rivojlangan davlatlar hammasida yaqin mana Rossiyada ham, Moskvada ham, Piterda ham hamma joyda ishlaydi shu apart otel degan tushuncha bor. Bu nima? Gastinsa prosta otel bo'lsa, u yerda xonalarini, misol uchun aytaylik, boshqacha til bilan aytganda gastinsani xona-xona sotiladigan variantida va bu zo'r passivniy daromad beradigan zo'r instrumentda. Misol uchun dunyodagi statistikani o'rganiladigan bo'lsa ham, apart otel juda ham o'suvchan, hozir o'syapti. Endi baribir ozgina puli yig'ilgan odam, pul jamg'argan odam qanaqadir passiv daromad manbai yaratishga harakat qiladi. Shuning uchun bu juda ham qulay instrument. Oqtosh ham xuddi shunaqa, upravляющий kompaniya bo'ladi. Upravляющий kompaniya hamma apartmentlarni boshqaradi. Va o'sha o'ziga ogona bermasligi ham mumkin, ijaraga nima o'zi uchun qoldirishi ham mumkin yoki xohlaganlar o'sha upravляющий kompaniya orqali как otel, otelni operator boshqaradi u yerda. Bizda u yerda gastinsa ham bor va bu apartmentlar ham bor. U yerda ham ikkita yo'nalish bor. O'sha otelni operator polniy boshqaruvni o'zining anaqasiga oladi. Va bizning apartmentlar hammasi o'sha ta'mirlangan, под ключ. Hamma narsasi под ключ topshiriladi. Mebellari ham faqatgina mebelli 100% hammasi emas, u yerda встроенный mebellar hammasi qo'yiladi. O'sha planirovkamiz dizayn bo'yicha, lekin qo'shimcha to'lovga qolganini ham qilib beramiz. Вообще под ключ qilib beramiz. Hamma narsasini qo'yib bera olamiz. Hammasi bizda razmerlar bo'yicha hamma narsa bor va o'sha podrachiklarimiz ham o'sha tanlangan podrachiklar bor. Hammasini 100% qilinadigan. Bizda o'sha prixожий shkaflar bor va kuxonniy mebellar, встроенный narsalar hammasi, lekin sanuzullar 100% hamma narsa qo'yilgan bo'ladi. Xonalar ham 100% hamma narsa bitgan. Faqatgina shu kravat, mягкий mebel, mana shunaqa narsalar qo'yilishi kerak. Uni ham dizayn bor, полный shu katalog nimasi bo'yicha qo'yib bera olamiz. Undan ham muammo yo'q. Endi xuddi shunaqa narsani hozir Toshkentda bitta testoviy qilyapmiz. Shuni nimada, xudo xolisa endi mana boshlaymiz. U ham zo'r, lokatsiyasi zo'r joyda. Xuddi shunaqa. Nimaki, maqsad shunaqaki, men ko'p ko'raman-da, mana shunaqa bo'l bor bozorda shunaqaki. Biz endi bu недвижимость bilan necha yildan bir shug'ullanganimiz uchun bu narsani ko'raman. Bizdan shu kvartiralarni har yili bitta oladigan odamlar bor-da. Aytaylik, vrach bo'lishlari mumkin yoki yurist yoki va hokazo boshqa soha vakillari. Olishardi har yili bittadan-da, passiv daromad yaratish uchun. Olishardi yaxshi haligi nima beradigan likvidniy har doim odam bor. O'zi o'sha haligi qimmat uylarda har doim bo'shasa 1-2 oylab vaqt oladi uni qo'yishga-da. Likvidniy bo'lsa haligi xaridorgir joyda, bino yaxshi va chiroyli remont planirovkasi yaxshi bo'lsa, u har doim haligi narx qimmat emas-da, har doim to'la. Shunaqa klientlarimizda уже shunaqa bo'lyaptiki 4-5 bo'lib ketdi. Mani passiv daromad manbaim aktivga aylanib ketib qoldi. Nimaga deganda realtorlar orqali, agentство orqali ishlataman. Bunisi bo'shaydi, unisi ketadi, unisi kelsa, bunisi keladi. Har doim vaqtimni olib qo'yapti bu narsani degan narsa bo'lib qoldi. Keyin men bu modellarni menda misol uchun mana Rossiyada yoki boshqa Dubayda, boshqa davlatlarda ko'p boramiz, o'rtoqlarimiz bor bu anaqa bu sohada-da ko'p ko'rib yurardim. Batumida yaxshi rivojlanyapti bu narsa. Va shu testoviy qilib, xuddi shu endi talabdan kelib chiqib, shunaqa narsa borligini men his qildim.
so'radim, xuddi shunaqa aprosnik qilib bizdan shunaqa qilganlardan shunaqa taklif bo'lsa nima olarmi deyiladi. 98% odam вообще hammasini sotib olardim deganlar ham bo'ldi. O'shanga shu hozir katta emas, u yangi loyihamiz Toshkentdagi, u ham shu bir 100 tadan oshuv nomerli bo'ladi u narsa. Shuni test qilib ko'rmoqchimiz. Kadastr hamma narsa shu investor nomida bo'ladi, o'zining nomida. Endi kvartirani operator orqali boshqariladigan varianti faqat konsept kvartira qilib qilinmaganda, konsept как gostinsa qilib qilingan. Endi gostinsada bitta nomer kuxnyasi bo'lmaydi-yu. U yerda kuxnya ham bor. Keyin men nima qilgan narsam konsepsiya shunaqaki, mana misol uchun aytaylik, fitness bor, coworking bor, spa salon bor, parkovka bor, konferens room bor, lobby bor, kafeni bor, restoran bor ichida. To есть agar o'tda hozir misol uchun hozir mana ko'p hali turmushga chiqmagan yoki hali oila qurmagan bolalar ham o'zi yashayotganlar ham bor-da. Shunaqa insonlarga juda ham qulay yashashga hamda u. Nima deysiz, hamma narsa o'sha binoning ichida bor-da. Fitnessga o'tbetga borib keli yoki unaqa переговорlarni ham shunaqa chaqirib qilib olishi mumkin. Freelancerlar ham unaqalar ko'p hozir. Shuning uchun ularga ham qulay yoki o'sha chet ellik kelgan odamga endi misol uchun 1 kun, 2 kun, 3 kun tursa, gostinsada bor taklif. Lekin o'z ovqat qilaman, o'zi nimadir qilaman desa, kuxnyali, mana bunaqa udobstvali nima yo'q-da. Va misol uchun ikkita spalniyli nima bo'lishi mumkin, ikkita nomer olish kerak gostinsada. Bizda misol uchun ikkita spalniyli bor, bitta spalniyli bor studiyaning formatda, и bitta как gostinchniy room shu 30 kvadratlik ham bor-da. 30 kvadrat, keyingisi 42, 45 kvadrat, keyin 53 kvadrat uglovoylari уже ikkita spalniyli, unaqa planirovkasi udobniy tushgan. Shunaqa formatda o'shaligi boshqaruv kompaniyasini ham tashkil qilganmiz. Shu yerdagi o'zimizdagi gostinsalarni zo'r yurg'izayotgan insonlarni jalb qilib, ichini o'rganib, shunga sekin-sekin shunga qadam qo'yamiz. Bu ham yengillik, to'g'ri. Ana yurib ketgan bozor emas, lekin men uverenman, bu narsa ham yuradi, Xudo xolasa. Nimagaki bu narsa boshqa bozorlarda zo'r model. Zo'r ishlaydigan model. Shuning uchun fikrimcha shunaqa bor, gipotez yurish kerak, Xudo xolasa. Shunaqa hozir yengil anaqa formatda nima qilamiz? Endi Oqtosh ham xuddi shunaqa, faqat endi u prirodada. Sal nimaroq. Xullas endi shu apart-otel anaqasida shunaqa hozircha. Xalq orasida gap yuribdi-da. Gap anaqa odamlarning qo'lidan pul qochgan degan. Savdolarga ta'sir qilyapti degan. Yani biz ham anaqa quruvchilar bilan уже 5 yildan beri ishlayapmiz. Ularda ham savdo tushyapti-da. Sizlarga bilinyaptimi? Hamma yoqqa bilinadi. U faqat bitta misol uchun quruvchilarga emas. Mana misol uchun telefon sohasi bo'ladimi, kompyutermi, texnikada ham shunaqa. O'sha paytda ba'zi quruvchilar bor, katta skidkalar berib qurilish davom ettiraveradi. Bitta quruvchi bilan gaplashsam, yo'q, men hech qanaqa skidka bermayman, lutchi men qurilish to'xtatib turganim dedi. Anaqa qurmasdan to'xtatib turganim, men foydada chiqib ketaman. Chunki hozir hamma narsani skidkada berib tashlasam, keyin anaqa marjam yeb qo'yadi. Lutchi men ozgina kutib tursam, ozgina vaqtdan keyin qurilish davom ettiraveraman degan holat bo'ldi-da. Sizlarda qanaqa bo'lyapti? Yo'q, bizda endi Xudo xolasa unaqa to'xtatish anaqamiz yo'q. Biz o'sha endi o'sha reja bo'yicha Xudoga shukr yuryapmiz. Savdo pasaygan to'g'ri. Lekin endi mana bunaqa narsada balkim narxi endi o'zi qanaqa отдел продажada, to'g'ri отдел продажada endi o'zimning fikrim shunaqaki, boshida arzonroq bo'lgan bo'lsa, sekin oshib borish kerak uni narxi, чтобы oldinga olganlar ham dok ko'rib, kapitalizatsiyasi oshayotgan ekan, narxi oshayotgan ekan, bo'lish kerak. Bu tabiiy bo'lish kerak. Shunaqa narsa. Spros yana ham ko'tarilib anaqa bo'lish kerak. U shunaqa narsa davom etishi kerak. Uni endi tushirib yuborish u noto'g'ri bo'lib qoladi-da. To'g'ri, tushirish nima bo'lishi mumkin emas, lekin oshirmasdan ushlab turish mumkin-da, o'sha narxda misol uchun. Oshirmasdan turib, o'sha narxda sotilib, bozorga sal moslashib. Endi meni fikrimcha o'zi qurilishda, meni fikrim, agar konsepsiya to'g'ri qilinib, o'sha o'zi вообще hamma biznesda nisko marjinalniy narsaga kirib qo'yilmasa,
Xudo xolasa anaqa bo'ladi. O'sha oshirmagan taqdirda может qanaqadir skidka qilinishi mumkin va hokazo. Vaziyatdan chiqishga ozgina bufer bo'ladi-da. Shuning uchun hamma o'sha kuchli tajribali developerlar, quruvchilarni kuzatganda har doim bufer bo'lishi kerak. Misol uchun aytaylik, smeta bo'yicha, plan bo'yicha qancha bo'lgan, qanchadir bufer bo'lib, keyin unda misol agar mana bundoq bo'lib qolsa yoki niska marjinalniy любой biznes, u qurilish emas faqat, boshqa bizneslarda ham niska marjinalniy bizneslarga kirilganda sikl pasayishini hisobiga har doim mana shunaqa holat bo'lishi mumkin-da. Nima deganda hamma narsa sikl. Insonning hayoti ham sikl, ekonomika sikl, hamma narsa sikl. Pastga tushadi, tepaga chiqadi, pastga tushadi, tepaga chiqadi. Даже bizani ana nima deydi, kayfiyatimiz ham shunaqa. Har doim chog'i zo'r bo'la olmaydi. Qachondir kayfiyat bo'lmasligi mumkin. Bu tabiiy, norma-da. Shuning uchun menimcha tushgani to'g'ri, qo'shilaman, tushgan to'g'ri, oldingidek emas. Lekin sekin-sekin baribir yurish bor. Kvadrat metr bu turar joy majmualari, biznes markazlar, mehmonxonalar va shu turdagi loyihalar haqida tahliliy va ko'rgazmali kontentlar qilib boradigan tijoriy kanal hisoblanadi. Biz bilan hamkorlik qilish istagi bo'ladigan bo'lsa, quyidagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin yoki Telegram orqali bizga aloqaga chiqing. Kutamiz. O'zi bu o'tgan safar ham so'ruvdim nimadan? O'tgan safargi mehmondan. Endi ular bir 3 yilcha bo'lib qoldi menimcha. 4 yil bo'lmasa qurilishdan chiqib ketganiga-da. Qurilishda o'zi marja qanaqa? Chunki bu savolni so'rayapman. Endi ko'pchilik hozir quruvchilarni ko'ryapti, yashashini, boshqa narsasini ko'ryapti-da. Pul shotda ekan deb turib, shunda bozorni ham tashlayapti-da, qurilishga kirib ketib qolishyapti-da. Endi o'zi menimcha o'rtacha bozorda marja qanaqa bo'lyapti? Endi meni fikrimcha u marja o'sha loyihadan kelib chiqibdi. Loyihani qanchalik effektivniy qilib, samaradorligini oshirib, chiroyli konsept qilib, misol uchun yer olayotganda hamda misol uchun yer olayotganingizda birinchi o'sha yerga konsept dizaynni ishlab, предварительныйsini ishlab, расчёtlarni qilib turib qilganingizda bir xil joyda effektivniy yaxshi narsa chiqadi. Joyiga ham bog'liq-da. U narsa misol marja menimcha deb turib, taxminan aytish mumkin, lekin u aniq narsa bo'lmaydi-da. Shuning uchun meni o'ylashimcha bu individualniy o'sha shunaqa joylar bor, misol uchun chiroyli narsa tushirsa bo'ladi, normativlarga to'g'ri keladi, binolarga quyosh chiqishi, shamol aylanishiga mushayt qilmaydi, o'tga misol uchun yaxshiroq tushish mumkin, kengroq balandroq tushish mumkin. Qanaqadir yerlar boradi, o'tga tushirib bo'lmaydi, misol uchun katta bo'lsa ham qimmatga olingan, lekin kichkina tushadi. O'z-o'zidan u o'tda marja katta bo'lmaydi-da. Shuning uchun menimcha individualniy o'sha haligi nimani quruvchini, loyihachini, komandani tajribasidan kelib chiqib turib anaqada. Lekin men bitta narsani aytaman, nima bo'lgan taqdirda ham shoshmasdan o'sha haligi marjasi yaxshi proyektlarga qarab yurilsa, misol uchun sal gibkiroq bo'lib yurish mumkin-da, nima paytlarda, sikl pastga tushganda boshqa. Endi boshqa qurilish emas, boshqa bizneslarda ham shunaqa, marjangiz kichkina bo'lsa, birinchi bu niska marjinalniy nimalar srazi minusga kiradi-da. Shuning uchun birinchi bo'lib o'sha samый effektivniga, samый nimasiga, qiziq, yangi nimaga qarab yurish kerak-da qurilishda. Menda shunaqa fikr. Shuning endi men menimcha marja deb ayta olmayman. U srednyonda menimcha o'zi hamma odam anaqada qurilish себестоимости, misol Dubayda bo'ladi, anaqa bo'ladi, yaxshi sifatli narsaniki, hammasi bir-biriga yaqin. Va O'zbekistonda ko'rdim bu narsani, boshqa hech qaysi davlatda ko'rmaganman. Zapuskni sistemada uy sotish. Bizaga endi ustozlarimiz qurilish bo'yicha o'rgatgan paytda normativ bor. Masalan, 100 ta xonadon qurilayotgan bo'lsa, boshda ochilish paytida ma'lum bir qismi sotiladi. Ya'ni o'sha qurilish boshlanishiga yetadigan, ya'ni o'zidan ham ozgina tikadi va qanchadir boshlab olishga yetadigan summada, keyin oyma-oy norma bilan sotib ketish kerak. Yaqinda ko'ryapman, anaqa vebinarlar qilib, bir narsalar qilib 300 ta, 400 ta, 500 ta qilib sotib tashlashyapti-da, ya'ni shartnomalarni berib tashlashyapti. Meni nazarimda bu albatta qarashimdan kelib chiqib, anaqa bitta katta moliyaviy piramidaga o'xshaydi. Men hisob kitob ham qila olmadim, chunki xudoim hisob kitob qilishga harakat qilib ko'raman. Birovni cho'mchagini sanamayman men. Lekin qurilish jihatdan bunaqa boshdan katta ob'yomda sotib olish o'zi qanchalik o'zinoqli, chunki u keyinchalik aniq quruvchi zarar ko'rib qolmaydimi deymanda. Qanchalik o'zi
hech qaysi davlatda ishlamagan sistema qanaqa qilib O'zbekistonda ishlab ketar ekan degan anaqa savol ostida yuribman. To'g'ri. Endi o'zi bilasizmi, mana shu sotuv strategiyasini to'g'ri qo'yish ham bu effektivnessga ta'sir qiladigan narsa-da. Agar sotuv strategiyasini to'g'ri qilinmasa, o'sha aytganingizdek etap lot qilib chiroyli qilinmasa, u noto'g'ri aniq natijaga olib kelib qo'yadi-da. Ya'ni misol uchun agar shu sotilayotganini hammasini pulini ishlatib bo'lmaydi-da sirazi. Keragini sotib, keragini vaqti bilan sotgan, sekin ochib sotilgan menimcha to'g'ri bo'lsa kerak. Fikrimcha. Endi agar o'sha pulga talab bo'lib yoki endi bir xil paytlarda o'sha yer misol uchun puli rassrochkaga olinib to'lanish kerak bo'lsa, shunaqa holatlarda balkim shunaqa bo'lishi mumkin. Lekin mana shunda ham o'zi mana bunaqa narsa bor-da, liboy biznesda. Farqi yo'q biznesda. Qanchalik o'sha upushenyalarni yopish, qatta dirka bor. Qatta dirka marjani kamayishiga ta'sir qiladigan. O'sha narsani yopishdi, lekin bitta mashi anaqa. Agar shuni tez arzonga sotib olsangiz, bu marjangiz kamaydi degan. Foydangiz kamaydi degani. Bu bitta dirka. Misol uchun aytaylik, boshqa bizneslarda qanaqadir tovar olasiz, tovarni pulini sirazi to'lashga minimal narxdan, chiroyli narxdan olishingiz bor. Yoki realizatsiyaga pulini qanchadurga beramanga, uni narxi har xil. Sizni hozir olasiz, lekin effektivnessga ta'sir qiladi, marjangizga oxirgi delta kam qolishiga sabab bo'ladi, biznesni rentabelness tushib ketadi-da. Bu ham mana bitta dirkada. Xuddi shunaqa narsa o'sha haligi reja bilan qilish menimcha to'g'ri bo'lsa kerak. Reja bilan qilib, misol uchun aytaylik, kimdir bo'lib to'lashga olishi mumkin. Qulay bo'lishi mumkin shunaqada. O'zida misol uchun aytaylik bo'lib to'lashga baribir xohlaysizmi, xohlamaysizmi, sal qimmatroq bo'ladi. Pulli bahosi bor hamma yoqda. O'sha pulli egasida qanaqadir o'zida lучший instrumenti bo'lsa, aytaylik siz 10% qimmat deb aytaylik rassrochkaga olishgada, o'zida lучший instrument bor, 20lik o'zini biznesida. Unga выгодно. Rassrochkaga olish выгодно. Nimaga deganda naqd pulni hozir to'lagandan ko'ra rassrochkaga olgani выгодно unga. Nimaga? O'zida lучший instrument bor. Normalnida, normal holat misol uchun. Kimgadir o'zida yo'q instrumenti, lучший naqd olib arzon olgan yaxshi. Endi buni agar misol hamma puli u developerga kerak emas bo'lsa, o'shaligi faqat qurilishga ketadigan bo'lsa, u narsa hammasi ras kerak emas misol uchun. Keragini aniq qilib qolganini qimmatroq sotish imkoni bor-da. Yoki rassrochkaga. Yoki o'sha qurilish ko'tarilgan sari, bitgan sari ozgina narx oshib boradi uni. Shu keyin qimmatroq sotilishi mumkin. Lekin men bitta narsani fikrim shunaqaki, proyekt tugaguncha hamma narsa sotilib bo'lgan bo'lsa, sotiladigan qismi o'sha eng zo'ri. Nimaga deganingizda, proyekt bitgandan keyin o'zi bilasizmi shu narsani aniq qilganmiz, bitgandan keyin o'sha narxga sotish qiyinroq bo'lib qoladi. Nimagadir odamlarda shunaqa mishleniya rivojlangan, qurilayotgan paytda arzon deb o'ylashadi-da. Shunaqa narsa bor. Qurilayotganda yoki boshida arzon deb o'ylashadi, lekin developerlarda men ko'p kuzatganman shunaqa narsani, o'rtasidagi narxga oxirida bitib bo'lganda ham taklif bo'lganda, lekin o'sha paytda sotib yuborilganda YouTube bo'lardi misol uchun-da. Shunaqa bo'lishi ham mumkin, lekin o'sha baribir haligi etap qilgan yaxshi. Ortiqchasini arzonga sotib yuborishdan menimcha unaqa foyda bo'lmasa kerak. No haligi o'sha loyiha tugaguncha menimcha sotilib bo'lgani yaxshi. Sotiladigan qismini. Qaysidir balkim qanaqadir qolishi mumkindir va hokazo. Developer qachon foyda qiladi? O'sha anaqadami? Masalan, aytaylik, loyihani 100% deb oladigan bo'lsak, aytaylik 20% marjasi bo'lsa, masalan, 20% marjasi bo'lsa, qurilib bo'ladi, oxirida 20% qolgan bo'lsa, o'shani sotgandan keyin uni sof foydasi qoladi. Shunaqami o'zi? No-da, endi u hali topshirmasdan turib uni foydani fiksirib qilib bo'lmaydi-yu. To'g'ri. Oxirida sekin o'sha loyiha o'zini oqlab bo'lgandan u baribir sizni foydangiz kvadratda qolishi mumkin balkim, yoki sotilib ketsa hammasi pulli bo'lishi mumkin. Bu baribir u hamma soliqlarni to'lagandan keyin, hammasini go'spriyomkalar qilgandan keyin ma'lum bo'ladi-da. Kadastr chiqmasligiga eng katta xalaqit beradigan qaysi narsa bor? Loyihadan chiqib ketishdi. Misol uchun sovetdan o'tkazilgan, ro'yxatdan o'tkazilgan ekspertiza xulosalaridan chiqib ketilinsa, o'sha go'spriyomka paytida qanaqadir o'sha ziddiyatlar bo'lishi mumkin-da. Chiqmasligiga asosiy sabab shu deb o'ylayman. Loyihada o'zgarishlar vaqtida agar o'sha пересогласование qilib to'g'rilanmasa, shuni hisobiga asosiy faktor deb o'ylayman. Kadastr chiqmasligi. Endi kadastr chiqmasligi agar qurilish cho'zilsa,
Misol uchun yana bitta anaqasi. Menda pulim bor. Ba'zi rayonlar bor, bilamiz, ular anaqa juda yaxshi investitsiya qilsangiz arziydigan rayonlar. Lekin xuddi endi rivojlanayotgan shaharlarda Toshkent ham rivojlanyapti. Qaysi rayonlarning potensialini ko'ryapsiz? Hali u rayonlar aytaylik Mirzo Ulug'bekchalik rivojlanib ketmagan, lekin potensial bor. Masalan, keyingi aytaylik 20 yilda, 30 yilda juda katta anaqa qaytam beradi deb o'ylaysiz. Rivojlanish qayoq tomonda ko'proq? Qayoq tomonda o'sha infratuzilma yaxshi, qayoq tomonga qarab shahar rivojlanyapti. O'sha qarab yurish kerak-da. Baribir oldindan misol shahar mamti, zo'r mamti anaqa deb bo'lmaydi. O'sha qarash kerak anaqaga, qayoq tomonga qarab rivojlanish yaxshi. Shaharda rivojlanish ko'p bo'layotgan joylar ko'p-ku. O'sha shahar kengayayotgan tarafga qarab yurish kerak-da. O'sha yangi kengayayotgan joyda narx arzonroq. Nima degan hali anaqa boshlanishlar, qanaqadir strategik joylar bo'lsa, mana aytaylik yangi O'zbekiston tomonlar bular rivojlanadigan. Hozir talab kamroq, to'g'ri, boshida anaqaroq, lekin o'tlar havosi bo'lsa ham zo'r. Misol uchun Toshkentni o'shatdan turib qarasangiz, Toshkent sal pastroqda, anaqa sal havo ko'rinadi, anaqali u yoqda toza havo tog'larga toza ko'rinib turadi, priroda yaxshiroq, misol uchun balandroqda. Shunga o'xshagan yana nima lokatsiyalar bor-ku, o'sha rivojlanayotgan tomonga qarab yurish men uchun to'g'ri bo'lsa kerak. O'zingiz investitsiya qilayotganda nimaga qarab qilasiz? Men ko'proq o'suvchan tomonga qarab yuraman-da. O'sha qimmat joylardan unaqa qilmayman. Zolotoy kvadratlar bor, o'zi qimmatda, ham sotuv ham qiladi. O'tdan olib unaqa foyda qilib, to'g'ri, o'zingiz uchun olib qo'yishingiz mumkin. Lekin unaqa pulni ko'paytirishga zo'r natija olishga emas. O'sayotgan, o'sha rivojlanayotgan tomonga qarab yurish to'g'ri, misol uchun. Misol uchun mana aytaylik, mana Toshkent City'ni men boshida o'sha qanaqa qilganimni biluvdim-da. Ko'zim oldiga keltirib ko'rganman. Действительно zo'r bo'ladi shu joy deb-da. Bo'ldi mana. Ha, bo'ldi-da. Lekin sabr qilgan odamga bo'ldi-da. U ham orada ko'pchilik anaqa Jek mani bitta gap esiga olishadi. Har galada qilgandi. Aytadi-yu, сегодня нам тяжело, завтра может быть чуть тяжелее еще, но послезавтра будет очень хорошо, потому что завтра вечером большинство сдадутся. O'shanga ko'pchilikda men Toshkent City'ni kuzatgan bo'lsangiz, Toshkent City ham bir turib qoldi, anaqa olganlar, даже arzonlarga sotishdi-da. Lekin ozgina yana 1 yil kutganlar zo'r foyda qildi. U sabr, har doim investitsiyada sabr. Sabr bilan riskka har doim Alloh taolo ajr beradi, shuning uchun mukofot beradi, shuning uchun sabr qilish kerak. Mana shunaqa strategik o'sadigan joylarga-da, investitsiyada sabr har doim. Shoshib bo'lmaydi-da. To'g'riligiga uvering bo'lsa, odam kutish kerak. Boshqa iloji yo'q-da. Kutib turilsa, по-любому ko'tarilib ketadi u. Ko'chmas mulkda o'zi har doim в долгую играsh o'zi anaqa yutuvda bo'ladi-da, baribir agar to'g'ri tanlov qilingan bo'lsa. O'tgan safar kelgan mehmonimiz bitta savol berdim. O'sha savol sizga ham beraman. O'sha qismini olib biz Instagramga joyladik. Hozir bir 500 mingdan ortiq odam ko'rdi-da. Rosa muhokamaga sabab bo'lyapti. Odamlar ikkiga bo'lingan o'tdi muhokama qilayotganlar. Men savol so'raganman, ya'ni qaysi turdagi majmuaga investitsiya qilgan yaxshi? Turar joygami, noturargami? degan paytimda mehmonimiz aytdilar, noturarga dedi. 4 kvartira olganda men bitta yaxshi joydan anaqa neжилой olib qo'yardim. O'zingiz arendalarni ko'ryapsiz. Unaqa arendaga masalan 100 kvadrat joyi siz aytaylik $3000 noturar joyi nimaga arendaga bersangiz bo'ladi, lekin xuddi shunaqa joyi siz anaqa nimaga bera olmaysiz $3000 ga. O'ta elitni rayonda o'ta elitni nima bo'lishi kerak, kompleks bo'lishi kerak dedi-da. O'shanga men lutchi noturar olib qo'ygan bo'lardim deb aytdilar. O'sha joyni qo'ydik, ikkiga bo'lindi odamlar. Biri aytdi, bo'lmagan gap, lutchi turar joy yaxshi ketadigan, anaqa kelajagi bor. Kimdir aytadi noturar. Sizning fikringiz qanaqa? Mana bunaqa narsada noturarni ham hammasi zo'r deb bo'lmaydi. Noturarni ham agar konkretniy bir aniq maqsad bilan olinmasa, noturarda ham anaqa bo'lishi mumkin-da. Noturarga sal bo'lay anaqa bo'lishingiz kerak-da. Professionalizm, invest znaniya bilan kirish kerak-da. Misol kvartirada sal bo'lib poproще-da. Unda sal nimaroq,
biznes uchun berasizda, u yerda boshqachada, spetsifika boshqacha. Misol uchun agar qanaqadir siz o'sha qanaqadir konsepsiyaga mo'ljallangan qanaqadir bir aytaylik, masalan, apteka bo'ladimi yoki qanaqadir offlaynsiz magazin bo'ladimi yoki set kafeni bo'ladimi, nimagadir konkretniy o'sha yerda mana shu odam mana shu kompaniyaga mos degan qanaqadir bir qo'lingizda qanaqadir nima deydi, o'sha ularga zainteresованный joy bo'lsa, shu ularni haligi nima deydi, qiziqtira oladigan joy bo'lsa, shunaqa joylarni olsa to'g'ri, zo'r. Unda muammo yo'q. Shunaqa sezga berib qo'ysangiz, bu ancha xizmat qiladi, zo'r. Anaqa. Mana misol uchun ko'p qurilayotgan, nejiloy qurilayotgan komplekslarda ham agar upravляющий kompaniyasi, management kompaniya bo'lmasa, u ham muammo. Nimaga desangiz, hamma xohlagancha arendaga berib tashlaydi-da. Mana aytaylik, mana bulvarlarda qanaqa hozir? O'tlarda sal anaqaroq, restoran yonida yana nimadir deb boshqa kimdir nimagadir joy qidirib, porядок sal yo'qroq. Lekin Silmunda sal boshqacharoq o'tdi. Management kompaniya bor, o'tdi sal boshqacharoq nima bo'lyapti-da. O'sha hali management kompaniya bilan yondoshilinsa, u zo'r. Endi mamlaqa individualniy mamlaqa joylarda, shaharda, yo'l yuzlarida mamlaqa joylar bo'ladigan bo'lsa, uni o'sha kvadrati, katta kichikligi va o'sha proходимость nimalariga ahamiyat berib, o'sha men shunaqa fikrdamanki, hali uzoq muddatga o'tiradigan qanaqadir set, qanaqadir bir правильный biznes bo'ladi-yu. Правильный biznesga mos narsaga olsangiz to'g'ri, nejiloy zo'r. Zo'r. Lekin prosta hech qanaqa plansiz shunda olsangiz, u ham udachniy bo'lmasligi mumkin. Konkretniy plan yo'q-da, mana o'tgan nima qilish mumkin deb sanasangiz, juda kam anaqada. Unaqa nejiloylar ko'p. Mana ko'pchilik xato qiladi-da, mana doma tegidan olib nejiloyga o'tkazadi, anaqa qiladi, lekin to'g'ri yutqizmasligi mumkin. No, klient kandi 3 oy o'tiradi, chiqib ketadi, 2 oy o'tiradi, chiqib ketadi, boshi og'rib ketadi. Bir xillarda shunaqa убеждение qolganki, nejiloy bo'lmas ekan, kvartira olgan tinchgina deganlar ham bor. U noto'g'ri. Tanlov qilingan boshidan-da, podxod noto'g'ri bo'lgan, bez znания kirilgan. Endi kvartirada to'g'ri oson topshirish osonroq. Nima aytsangiz, mana anaqa statistika bor-da o'zi. Butun dunyoda, mana aytaylik, megapolislarda, rivojlangan megapolislarda aytaylik, Guanchjouni olasizmi, Nyu-Yorkni olasizmi, Londonni olasizmi, Moskvani olasizmi, Toshkentni olasizmi yoki rivojlangan joylarni qarasangiz, statistika bor, shunaqa sredniy odamlar, insonlar, sredniy statistik odamlar hayoti davomida ishlab topgan pulni 50% jilyoga ketkazadi. 50%. Aytaylik, siz $2000 ishlab topasiz, $1000 arendaga to'laysiz, agar arendada bo'lsangiz, yoki ipotekaga olgan bo'lsangiz, ipotekani to'loviga to'laysiz-da. Bu statistika. Hamma rivojlangan megapolislarda shunaqa. Yarmi pulini $3000 olsangiz, $1,5 anaqaga to'laydi. To'g'ri, normalniy uyda tursa, o'ziga sharoit qilgan bo'lsa, jilyoga ketkazadi. Bundan nima xulosa qilish mumkinki, jiloy ham yaxshi emas deyish ham to'g'ri emas. Nima degani, bu ham o'suvchan megapolislarda to'g'ri joyda bo'lsa agar, bu ham anaqa. Misol uchun apart otel nejiloydan ham yaxshi bo'lishi mumkin. Ro'yi bo'yicha-da, return of investment unda yaxshiroq. Mana agar boshqa bozorlarni qaraydigan bo'lsangiz, Turkiyadami, Dubaydami, hokazo boshqa Balidami, Batumidami, o'tlarda nejiloydan ham yaxshiroq-da, apart otel. Nimani hisobiga? U aytaylik, mana gostinitsada bitta nomer, u srednyoni aytaylik $120, $100 deb aytaylik, yoki $80. Bundan hop qanchadir rasxodga ketsin, xuddi shu narsa mana apart otelda aytaylik, mayli $20 arzonroq bo'lishi mumkin, lekin siz 3 kunga ham ola olasiz, 5 kunga ham, 10 kunga ham ola olasiz. Xuddi shunaqa kvartiraga o'xshagan narsa-da u ham. Xuddi shunaqa rasxod ketgan, xuddi shunaqa remont, даже undan arzonroq ham bo'lishi mumkin, bir xil tipda chiroyli standart bo'yicha qilingan uchun kvartiraga ko'p pul kirib ketib qoladi. Bitta qurilish va har xil hamma xohlagancha qilib tashlaydi uni-da, rasxod ko'payadi uni. Tan narxi baland. O'shani hisobiga misol uchun apart otelda kvartirani olganlar uzoq muddatga berishga xohlaydi. Hech kim 3 kunga, 5 kunga arendaga bermaydi-yu. 1 oyga ham o'ylab berishadi misol uchun-da. Misol uchun apart otelda xohlagan kuningizga olish imkoni bo'lgani uchun uni effektivnisi baland,
Ateldan sal arzonroq va siz xohlagan kuningizga olasiz. 1 haftalik paket bor, 1 oylik paket bor, 1 oyga ham bemalol ola olasiz. U yerda shuncha haligi konsepsiya shunaqa nimaki, hamma udobство bor. Sizda горничный bor, uyingizni tozalab turadigan odam bor-da, условия bor. Mana kvartirada u narsa yo'q, misol uchun. No, kvartiradan ko'ra, nejiloydan ko'ra apartatel misol uchun effektivность bo'yicha yaxshiroq. Misol uchun uzoq muddatga sanaganda u 2%, 3% raznica ham normal raznica berib qo'yadi-da. Uzoq muddatga sanasi, uni formulaga qo'yib sanasi. Shuning uchun u agar mana shu hammasiga o'sha invest znaniya bilan kirilsa, hammasida ham yaxshi narsa qilsa bo'ladi, misol uchun. Kimdir aytaylik znaniyaga bog'liqda, hammasi borib bilimga borib taqiladi. Aytaylik, mana kimdir kvartirani oladi, 70 kvadrat kvartirani bitta 3 xonali uydir yo 2 xonali uy, 2 odam yashashga arendaga beradi. Korobka bo'lsa remont qilib keyin arendaga beradi, to'g'rimi? Lekin uni agar znaniya bilan yondoshilinsa, nima qilish mumkin? Effektivniyatni oshirishga nima qilish kerak? Misol uchun sizda korobka bor. U korobkani misol uchun siz o'sha 70 kvadratni 2 xonali qilib arendaga berishingiz mumkin, 7-8 ming dollargacha balkim ketar. Lekin siz uni boshidan to'g'ri tanlagan bo'lsangiz, hamma anaqalaringiz to'g'ri keladigan bo'lsa, 2 studiya qilishingiz mumkin unda. 2 studiya qilib arendaga bersangiz, o'sha mokriy tochkalari to'g'ri kelsa, qonuniy shunaqa to'g'ri kelsa, u kadastrni отдельно qilish shart emas. Sizning mulkingiz ichida 2 xona qilishingiz mumkin. Kirganda o'ngga chapga eshik bo'ladi. Shuni qilish mumkin u narsani-da. Ikkalovini misol uchun anaqa qilganingizda undan misol 20%, 30% qimmatga arendaga berishingiz mumkin-da. Endi bu qanaqa foydalanishingizga bog'liq-da, u instrumentdan qanchalik darajada effektiv foydalanasiz. Shunga bog'liq ko'pincha. Lekin unisi anaqa mana nejiloyga to'g'ri tanlov qilinsa, bu ham zo'r. Apartatel ham zo'r, misol uchun jiloy ham yaxshi bo'lishi mumkin, to'g'ri qilinsa. Men aytayotgandek podxod qilinsa. To'g'ri, endi agar to'g'ri idealniy podxod qilib znaniya bilan aniq qilsangiz, nejiloy yaxshiroq bo'lishi mumkin. Bu ham hammasi yomon emas. Nedvижимость hammasi yomon emas o'zi. Yomoni bo'lmaydi, to'g'ri tanlasangiz-da. Anaqa demoqchiman, nedvижимостьga investitsiya qilish to'g'ri o'zi. Shuning uchun fikrim shunaqa. Anaqa rosa ko'p turar joy majmualari qurilyapti. Lekin biznes sentrlar juda kam. O'shani hisobiga endi biznes sentrlarga talab katta. 39, 40, 50 dollarlik, даже Chicagoda ham 8 dollardan kvadrati. Bir quruvchi bilan gaplashsam, hali ham deydi, turar joy majmualari yetishmayapti. Hali ham talab qondirilgani yo'q. Xalq o'ylaydi, hamma joy qurilish bosayotibdi, anaqa kim oladi bularni? Ozgina sabr qilib tursak bular sota olmaydi va narx tushadi degan. 1 yil oldin bo'ldi. Bitta inson chiqdi-da, narx tushadi, kutib turinglar dedi. Mana oradan 1 yil o'tdi. Narx ko'tarilgan bo'lsa ko'tarildiki, tushmadi. Ya'ni developer tomonidan gaplashaylik, o'sha xalqdagi o'sha eng ko'p orasida gap tarqalib yuribdi-da, narx tushadimi degan. Endi mana bunaqa narsa-da, bu ham odamlar shunaqa nima bo'ladi, odamlar orasida kimdir undan hype qilsa, o'sha muhokama bo'lib, o'ng'oqsiga kirib qoladi-da, voy tusharkan panika-da. Panika bilan ko'p narsa qilish mumkin-da. Shuning uchun bu panika bo'lishi mumkin, lekin boyaga aytganingizdek, misol uchun boshqa davlatlarni statistikasini ko'rib, O'zbekistonda tug'ilish nimasini olib, kvadratga sanaydigan bo'lsangiz, bizda hali ancha qurilish kerak-da. Bu kam. Kvadratga qarab kishi boshiga sanaladigan bo'lsa, bu kam. Hali ko'p nima qurilish kerak. U endi tushib ketadimi degan narsaga meni fikrimcha tushib ketmaydi. Nimagaki tushib ketishiga unaqa ko'rmayman. Agar ipoteka bilan juda ham perigritiv bozor bo'lganda, nima qilsa bo'ladi. Bizda endi ipoteka endi rivojlanyapti. Hali unaqa rivojlanib ketmaganda. Shuning uchun insonlar olgan odamlar kim desa, o'zini puliga olgan yoki rassrochkaga olgan bo'lishi mumkin. To'g'ri, ikkinchi tomoni bor buni. Kimdir fikr etishi mumkin. Ipoteka bo'lmasa, zato developerlar rassrochkaga berib tashlagan. To'g'ri. Lekin ipotekaga u 10 yil, 12 yil, 15 yil uzoq muddatga oladigan odamlar bo'ladi. U daromadi pastroq insonlar bo'lishi mumkin.
developerlarda unaqa 10 yillik ipoteka yo'q. Nari borsa 2 yil, balkim 3 yildir. Lekin u qisqa muddatli to'lovi ham katta-da. U yerda uje qanaqadir to'lov qobiliyati balandroq insonlar, uje ularda to'lash imkoniyati ko'proq. Katta qismida to'lashga imkoniyati borlar-da, ular uje отборный odamlar ular. To'g'ri, ichida qanaqadir bankrotство nimadir bo'lishi mumkin. Bu ham tabiiy holat. O'ylaymanki, unaqa bankrotство ko'payib ketib, o'sha tushib ketishiga unaqa yo'q-da. To'g'ri, sal oshmasdan turishi mumkindir. Lekin har doim по горячей цене недвижимость har doim bo'lgan, oshayotganda ham, tushayotganda ham-da. Unaqa sal bozordan arzonroq bitta-ikkita narsa chiqib qoladi har doim. Unaqa holat har doim bor. Endi unaqa eski bunaqa tushib ketishiga aniq qilishga meni fikrimcha tushib ketmasa kerak. Agar to'g'ri odamlar xohlayotgan qurilish bo'lsa. To'g'ri, nelikvidniroq narsalar narx tushishi mumkin. Misol uchun katta nimalar bo'lsa, katta kvadraturalar mana bunaqa narsalar endi sotib olish qiyinroq narsalar to'g'ri bo'lishi mumkindir. Lekin mana bunaqa insonlar xohlab turgan narsani tushib ketishiga bilmadim, meni fikrimcha. Endi tushib ketishiga hop nimaga tushib ketishi mumkin deb men o'ylab ko'raylik. Hop yerlar narxi unaqa tushib ketayotgan, yer ko'payib ketayotgani yo'q-da. Nimagaki mana hozir Toshkentda game plan chiqdi, u yerda bizda ham yerlarimiz bor, biz 12 etaj quramiz deb aytgan joylarimiz 5 etaj bo'lib qoldi hozir. 5 etaj. Вообще неэффективный narsa bo'lib qoladi. 5 etaj qurish. U nima qilishimiz kerak biz hozir? 5 etaj quramiz, hop. Mayli 6 etajga ruxsat berishar. 6 etaj quramiz. U yo'q qimmatroq sotish kerak uni, yo nimadir qilish kerak-da, uje boshqa yo'li yo'q, qimmatroq sotiladi. Nima deganda hozir hammaning shunaqa bo'lgandan keyin hamma yoqda shunaqa hisobiga bu arzon bo'lishiga o'zi anaqa ham yo'q-da. Biznes center qursanglar-chi? Biznes sentrlar ham, biznes sentr ham yaxshi. Endi biznes sentrda ham o'sha o'ziga anaqa joy bo'lsa, shunga mos joylar, biznes sentr ham yomon emas. Yo'q, men o'zi ko'pincha aytaman, anaqa odatda iqtisodchilar bilan gaplashish kerak. Bunaqa holatda. Mana tushib ketish haqida bor-ku. O'zicha mana bitta fikr aytaman, hech kim 100% prognoz eta olmaydi-da. 100% nari borsa bir bilmayman 50%, 60%dir u prognozlar. Endi hamma o'zini fikrini aytadi. Endi men ko'pincha orqaga qarayman, boshqa davlatlarga qarayman, nima bo'lgan, qanaqa bo'lgan, anaqa har bir krizislarimda kuzatilganda o'sha 15% ga tushgandir, balki sal 17% ga tushgandir, 12% ga tushgandir. Lekin siz hozir mani o'rtoqlarim bor, do'stlarim, gaplashib qolamiz. Bahrom narx tushar ekan, shuning uchun pulim, menimcha pulim bor, ushab turibman. O'rtoqladim. Siz olmoqchi bo'lsangiz, hozir olasiz недвижимостьda, ertaga o'shadigan yaxshi joydan olsangiz, ertasiga bunaqa taklif yo'q уже. Misol uchun yoki tayyor joy olasiz недвижимостьda, uni olib sraz ijaraga beryapsiz. Siz sraz foydadasiz. Siz spekulyatsiya bilan shug'ullansangiz, olib sotish bilan to'g'ri. Qancha foyda qilishingizga sal aniq risk bo'lishi mumkin agar bozor turgan paytda oshmayapti. Lekin siz uni olib passiv daromad manbai yaratish maqsadida oldingizmi? Aniq maqsadingiz shumi? Hozir ovur, bemalol, muammo yo'q. Ertaga kundan keyingi oydan o'sha foyda keltiryapti bu. Bu uzoq muddatda to'g'ri aniq qilingani uchun, bozordan hozir yaxshi narxga olingani uchun sirasi hozir foyda qilding o'sha. Bu narsa oyma-oy daromad keltiryapti. Bu kelayotgan pulni yana jamg'arib turib, yana boshqasiga investitsiya qilinadi. Bu narsa hop 1 yil o'tadimi, yarim yil o'tadimi, 1,5 yil o'tadimi, yana joyiga ko'tarilib, yana o'sishda davom etadi. Nima deganda недвижимость o'suvchanligi aniqki tan narx oshadi. Svetda narx oshadi, suvni anaqa ish kuchi oshyapti, hamma narsa oshyapti-da. Shuning uchun dolgoyu uzoq muddatda baribir yutuvda. Yaxshi narsa olinsa, misol uchun. Boya iqtisodchi masalasida gapirdim. Iqtisodchi aytgan anaqa, agar davlat to'ntarilish bo'lmasa, urush bo'lmasa, davlatda iqtisod ozgina stagnatsiya bo'lib, doim o'sishda davom etaveradi. U anaqa vaqtinchalik stagnatsiya narx tushdi degani emas, boshqa narsa. Yana bitta narsani qo'shib ketdim. To'g'ri, bizga zo'r aktual ishlayotgan narsa bu demografiyani o'sishi, ya'ni odamning ko'payishi.
talab o'sha elastichness bor, u talab oshsa u uni kompensировать qilib qo'yadi-da, u anaqani. Shunaqa, o'shanga anaqa qaysi nima bilan anaqa logika bilan narx tushadi deyishni bilmayman. Endi balkim bizada xalq anaqa eshkisi kelgan narsani yaxshi ko'radi-ku. O'shanga. Yo, bu normal holat. Bu normal. U bar vaqt ko'rsatadi, shuning uchun har xil hamma fikrini aytishi mumkin. Baribir qanaqadir konkretniy faktlar nima? Endi to'g'ri aytyapsiz, o'sha davlatimiz hozirgi siyosat, anaqa rivojlanish, o'sish, rivojlangan megapolislarga qarab ketyapmiz. Shuning uchun Xudo xolasa menimcha yaxshi bo'lsa kerak. Mani yana bitta xavotirim bor. Xavotirim shuki, kanalizatsiya. Menimcha bilmayman, sizdan so'rashganmi bu savolni. Men o'zim qiziqib yuraman. Mana qurilish ko'payyapti. Shunga yarasha kanalizatsiya ko'tara oladimi? O'sha sistema, o'sha 100 yil oldingi sistema deyshadi. Toshkent hududida o'sha shunaqa risklar borligi uchun kommunikatsiya bo'yicha, shuning uchun mana game planda pastroq qilinganda ko'p joylar. Shuni hisobiga ularning developerga ham qanaqadir majburiyat yuklanadi. Endi hozir mana to'lovlar qilindi-yu. To'lovlar mana APZga to'lovlar nimalar, endi o'shalar o'zi o'sha narsalarni rivojlantirish, yengillash mana shu narsalarga yo'naltirilganda. Hozir misol qurilishga ruxsat olingandan keyin, APZ olingandan keyin, o'sha loyiha tasdiqlangandan keyin bar to'lov bor uni. O'sha APZ to'lovlari bor. U o'sha kommunikatsiyalarni nima tortishga va hokazolarga ketadigan rasxodda u. Kim javobgar? Hokimiyat? O'sha nima bor? Nima? Toshkent nimami? Oti esdan chiqib qoldi. Xullas o'sha shunaqa tashkilot bor, o'sha do'g'or qilinadi. Shu endi rasrochka qilib berishyapti-yu uni. Boshida 30% nima to'lab, keyin oyma-oy to'laydigan qilib. U shunaqa majburiyat qo'shilganda. Meni shu narsa uchun. Lekin hozirgi holatda unaqa ko'p qurib tashlashga to'g'ri aytasiz, ko'tarmaydi. Ko'tarmaydi? Yo'q. Ko'tarmaydi. Svetda ham yoki elektr energiya, kanalizatsiya, suvda bo'lishi mumkin va hokazoda. O'sha nima texusloy olganda uzoq joylardan nima qilishadi, nimaiki ko'tarmaydi atrof. Men bugun bitta quruvchi bilan gaplashdim, mijozimiz o'zimiz. Bitta qiziq gap aytdilar. Men birinchi marta eshitdim. Bu yildan bo'ldi shekilli, adashmasam bu narsa. Bundan keyin anaqa novostroykalarga gazga ruxsat yo'q ekan, faqat elektrda qurasan deyapti. Shunaqa. Endi nimachi elektr kuchichi? Bizda juda anaqa slabay. Nima bo'ladi? Uni ham o'sha rivojlantirish kerak, qo'shimcha elektr stansiyalar nima qilish kerak, uni ham nima qilishyapti, o'ylashyapti-yu. Biza hozir mana shu narsaga bugun ham mana shu temani muhokama qildi. Mana Oqtoshda ham anaqa gaz yo'q. Faqat gaz olib kelmoqchi harakat qildi, anaqa xuddi siz aytganingizdek, kuch yetmagani uchun, o'sha aholiga yetmaganligi uchun gazga ruxsat berishmagan bizga ham. Bizda ham elektritsiyada. Lekin hozir bitta resheniyasini qilyapmiz. Xudo xolasa, o'sha maqsad shuki, o'sha bizdan olganlar ertaga elektritsiyga ko'p to'lab, anaqa bo'lmasin. Biz bitta qulaylik qilyapmiz. Hozir o'sha plet degan bitta nima chiqqan, lekin o'zi bu nima ko'pincha boshqa rinoklarda nima resheniya bor deb ko'p o'rganamizda. U yerda mana masalan Yevropani o'rganganimizda, Yevropada apilkadan такой прессованный granulalarda kotellar bor, shunaqa avtomatik uni kachigar bir yoqib o'tirmaydi uni hech kim, avtomatlashtirilgan, shunday aniq qilinadi. Bir kunda bir marta kulini olib turiladi-da, shunaqa kotellar bor. Hozir bizda guruchchi nimasidan, o'sha sholin po'slog'idan o'sha narsani qilishyapti-da, ekologik чистый narsa. Ko'mir emas, ko'mir qora chiqaradi, boshqa qiladi. To'g'ri, ko'mirda ham resheniya bor, filtri zo'r qo'yilsa. U ikkinchi masala ko'mir. Hozir ekologik чистый o'sha narsa bor. Zo'r resheniya. Hozir biz o'sha qarab yuryapmiz, o'shani mo'ljallayapmiz, shunga qadam qo'yyapmiz, o'sha qo'ydik ham. Ancha arzon. Tokdan ancha arzon. Отопление, suv muammoyu o'shanga moslashtiradi hamma narsani. Bu ancha qulaylikda, ancha energiyani tejaladi. Bo'lmasa hozir tok oshib ketyapti, limitdan oshsa yana 2 barobar bo'lib ketadi. Bu juda ham katta rasxod. Shuning boshqa yo'lini o'ylayapmiz. Hozir endi bu anaqalarda, boshqa bozorlarda shunaqa resheniya qilishgani uchun ekologik tozaligi
ani havoni buzmasligi bizaga juda ham yoqyapti shu narsa, shunga yurdik shuning uchun. Endi bu sizlar qilgan решение. Shahar ichida to'g'ri, endi tok bilan bo'ladi. Tok bo'ladi, tokni quvvatini oshirishda boshqa anaqa-yu, tok qimmatlashadi. Qaror jihatdan nima deb o'ylaysiz? Masalan, sizni shaxsiy fikringiz. Chunki mana Norvegiyada yashayman. Bizda faqat elektr, hamma narsa. Elektr narxi o'shanga yarasha yaxshigina qimmat. Endi Norvegiyada yashaganimiz uchun bizda elektr juda arzon. Hattoki ba'zida minusga ham kirib ketadi. Men elektr mashinamni zaryad qilgan paytimda 1-2 marta minus chiqqan. Ya'ni davlat men elektr ishlatganim uchun pul to'lagan. Endi shunaqa davlat, bir anaqa davlatlardan. Lekin o'zi ko'p davlatlarda shunaqa faqat elektrga o'tishgan, gazdan ko'ra. Yechim sifatida o'zi to'g'rimi bu? Bizani agar holatdagi davlatda agar bunaqa tariflarda qolsa noto'g'ri bo'lib qoladi-da, qimmat bo'lib ketadi-yu. O'zi agar o'tilinsa, ligota qilinsa, menimcha hozir ham bor-u, gaz plita, elektriskiy bor joylarda 50% to'lanadi. Shunaqa narsa bor. Agar shunaqa tok gazga ruxsat berilmagan, gaz yo'q joyda 50% ga ruxsat berilsa, u normalniy. Ancha arzon tushadi-da. Unaqa narsa bor davlat tomonidan u o'ylangan. Mana 9 etashkalarni qarasangiz, 12 etash keladi. 9 emas, uzr adashdim. Mana shu Mirobod bozorining oldida men biladiganlarim, yana nechta sentrda 16 etashka domlar bor, ularda o'sha elektriskiy, gaz yo'q. Lekin 50% to'lashadi o'sha elektrga. Shunaqa resheniyasi menimcha bo'lsa kerak. Yana bitta gap eshitdim. U bundan keyin quruvchilarga korobka sotishga ruxsati yo'q ekan. Ya'ni oldin kirsangiz korobka bo'lardi-ku. Keyin surishtirdim. Nimaga bunaqa deb surishtirsam, aytishdi, mana korobka sotgan paytda quruvchi, masalan, 100 kvadrat metr bo'ladigan bo'lsa, keyin xaridor sotib olgandan keyin kiradi-ku. Keyin bo'lish kerak. Bo'lgan paytda yana boshdan bitta kadastrdan o'tkazishga to'g'ri kelar ekan, chunki mana bu devor hisobiga masalan 100 kvadrat joyingiz 98 ga yoki 97 ga tushib qolayotgan ekan. O'z-o'zidan qayta kadastr qilinganda 97 anaqa kvadrat metr bo'lib qoladi, endi 100 bo'lmaydi. Lekin u pulni 100 ga to'lagan. Shunaqa kelishmovchilik bo'lgani uchun davlat korobka sotishga ruxsat bermay qo'yibdi. Shu gap bor, shu bor gapmi? To'g'ri, bu narsa keyin u bitta nimasi kamayib qolishi. Keyin yana ikkinchi tomoni ham bor-da. Mana hozir endi insonlarni mana odamlarni deylik, odamlarni предпочитанияsi o'sib boryapti-da, xohishlari o'zgar. Oldin 5 yil oldin boshqacharoq bo'lgan, hozir vobshe boshqacha-da. Odamlar уже faqat misol uchun kvartira bo'lsa bo'ldi degan fikr yo'q-da. Hozir o'tda infratuzilma bo'lsin, hovlisi zo'r bo'lsin, o'ti zo'r bo'lsin, lobbi zo'r bo'lsin, liftlari zo'r bo'lsin, уже odamlarning talabi boshqacha-da hozir. Endi siz zo'r qilib moplarni remont qilib qo'yganingizdan keyin, liftlarni zo'rini qo'yib qo'yganingizdan keyin kimdir korobka olgan odam bir xilla 3 yildan keyin remont qilaman deydi, kimdir vobshe remont qilmasa sotaman deydi, qo'ldan qo'lga o'tadi. Qachon kimdir remont qiladi, juda ham noqulaylik tug'diradi u narsa. Bir xillarda mana korobka cho'rnovoy ishi ham qilinmagan bo'lsa, bu vobshe anaqada qum tashish kerak o'tga, sement tashish kerak o'tga, ustalar kirib chiqqan, jitellar yashayotgan liftda ham quruvchilar chiqib yurgan, rosa ko'p muammolarga ziddiyatlarga olib keladi. Birinchi aytganingiz to'g'ri, nima bo'ladigan bo'lsa, o'sha hali kvadratdan yutqizish va hokazo davlat tomonidan kontrolga olingan bo'lsa, u ikkinchi tomondan o'sha yerda yashovchilarga ham qulaylik u. Remonti bilan хотя бы cho'rnovoy отделкасы bo'lsa-da, davoli joyida elektritsiyasi o'tgan, suvodan chiqqan, faqat shu patologini o'zi xohlagandek qiladi, polini nalivnoy quyib tugatadi-da, so'ng aboy yopishtiradi, laminat qo'yadi, tugaydi. Mebeli o'zi qo'yib oladi endi. Shunaqa holat menimcha to'g'ri решение, menimcha to'g'ri bo'lgan bu narsa, to'g'ri deb o'ylayman. O'zi juda ham men o'zim boshimdan o'tgan shu korobkali joydan yashaganmiz, o'sha yerda rosa qiyin bo'lgan. Tepangizga remont qiladi, yoningizga remont qiladi, bu davol buziladi, перегородка buziladi, rosa noqulaylikda bu. Men intervyu TVga bergan anaqa intervyuingizni ko'rdim. Endi ko'chmas mulkka rosa investitsiya qilasiz. O'zingiz ham ko'chmas mulk bilan shug'ullanasiz. Bu zo'r. Masalan, endi sizda qanaqadir katta daromadingiz bo'lsa, ko'chmas mulkka investitsiya qilaverasiz. Aytaylik, oddiy odam 50 ming puli bor.
ko'chmas mulkka bir kelayotgan bir 10 yilda qanaqadir passiv doxodiga aylantirolmoqda. Lekin puli 50 ming. Nimaga 50 ming deyapman? Endi o'rtacha odamdan kelib chiqadi. Ko'pchilikda bor demoqchisizda. Ha, o'rtacha odamda bor. 100 ming menimcha hali ham anaqa deb o'ylayman. 100 ming dollar hozir bilmayman. Lekin 50 ming dollar bor. Shunaqa odam hozir arendada yashayapti. Arendada yashashda davom etib, ko'chmas mulkka investitsiya qilib, keyingi 10 yilda shu pulini qanaqa ko'paytirishi mumkin? Masalan, tasavvur qiling, o'sha odam sizsiz. Mana qo'lingizda 50 ming dollar pulingiz bor. Arendada turibsiz qayerdadir. Yig'ib qo'ydingiz o'sha pulni. Kimdir aytadi, uy ol deydi. Uy sotib ol deydi. Yashash uchun. G'arb filosofiyasi bilan qaraydigan bo'lsangiz, g'arbda hozir juda katta tendensiya ketyapti. Lучше arendada turaman, mana shu pulimni ko'paytiraman. U odam endi aksariyat odam biznes qilishga aqli yetmaydi. Va biznes 99 yiqiladigan anaqa veroятность bor. Statistika bor. Ko'chmas mulk aytaylik 50 ming pulim bor. Keyingi 10 yilga qadamma-qadam anaqa menga strategiya tuzib bering masalan. Xo'p, qarang. Nima qilardingiz siz? O'zi mana bunaqa sal oldinroq men bitta narsani tushuntirmoqchiman. Kapital qanaqadir jamg'arilgandan keyin undan effektiv foydalanishi birinchi o'rinda maqsad qilib qo'yish kerak. Maksimalni effektiv foydalanish. Misol uchun o'sha 50 mingni aytganingizda passivga tiqish mumkin. Uy o'zingiz yashashingiz uchun sotib olishingiz mumkin-da, maza qilib yashashingiz mumkin. Bu bitta variant. Mashina olishingiz mumkin, va hokazoga ishlatib olishingiz mumkin. Passiv narsalarga ishlatib olishingiz mumkin. Bu narsani aktiv, ertaga kara oshadigan narsaga hozirgi mana 50 ming ограниченный pulda o'sha pulni effektiv foydalanib, самый effektivniy investitsiyaga konservativniy juda muhim, shunisi ham konservativ. Недвижимость konservativniy. Konservativniy instrument bilan sekin-sekin ko'paytirish yo'lini o'ylash kerak. Aytaylik. Bunaqa holatda men tavsiya qilgan bo'lardim, mana passiv daromad yaratishga 50 ming, mana aytaylik, mana bunaqa deymiz, qarang. Bitta case qilib aytaman. Aytaylik, menda 50 ming pul bor. 50 mingni aytaylik remont qilishga ham pul topdim. Yoki remontli 50 mingga oldim deb aytaylik. Buni oldim. Yaxshi pulga oldim. То есть bozorni yaxshi tahlil qilib, bu shokoladnitsani oldim. Olishim bilan foyda qildim. Aytaylik 55 minglik joyi 50 mingga oldim. To'g'rimi? Уже 5 ming foydadaman-da. Bunda olib qarasangiz boshqacha tilda. Men nima qilgan bo'lardim? Bu 50 mingni olardim, o'zim arendada turardim. Bu 50 mingga o'sha zo'r narx shoshmasdan zo'r taklifni kutib olardim, zo'r taklifida. Uni arendaga bersam, aytaylik, mayli, 500 dollar uslovni beraman deylik. Lekin pul ограниченный paytda har doim быстрый деньги degan narsa bor. Tez qaytadigan narsaga pul tikish kerak. Passiv daromad to'g'ri, bu sekinroq qaytadi-da. Lekin aytaylik 500 dollar oyma-oy olishmi yoki sira sotib olib 5000 dollar foyda qilish yaxshimi? Mana qaysi bir ikkita yo'l turibdi-da. Uni 50 mingga oldingiz, aytaylik, o'tib etiga marafet qildingiz, bilib olsiz 55 ming uni narxi bozorda. Lekin ikkinchi variant bor sizda 500 dollardan oyiga 10 oyda 5 mingni olasiz. Lekin ikkinchi oyda 5 ming foydasiga sotib olish imkoniyatingiz bor. Sira sotib olib 5 ming foyda qilgan ma'qulroq-da o'zi. Hozirgi pul yaxshi. Ha. Mana oldingizmi? Bo'ldi, xuddi shunaqa taklifni yana qidirib olasiz. Shuni ichiga kirib haligi o'zingizni ishingizni yo'qotmasdan, o'zingiz ishingizni davom etgan holda xuddi shunaqa pashagova, xuddi mana qanaqa qilib shu 5 mingni topdingiz, xuddi shuni kopiya pas qilib turib. Keyin siz mana fokus shunga qaratganingiz uchun zo'r takliflar chiqishni boshlaydi sizga ozgina vaqtdan keyin. Qatidadir ko'proq foyda qilishingiz mumkin. Mashinaning orqasidan mana быстрый деньги tezroq nima qilish bilan 100 ming kapitalga tez chiqib olsa bo'ladi. Aylanish hisobiga-da bu narsa tez. Endi aytaylik 200 ming undan ham ko'proq va kapital yig'gandan keyin uni yoshiga qarab, 30 yoshimisiz, bo'ldi, sizda 70% aytaylik, Allohdan uzoq umr so'rab 100 ga kirmoqchiman yoki 80 ga kirmoqchiman. Aytaylik o'sha 30%ni pulingizni, общий kapitalingizni, portfelingizdan 30%ni passivga qo'yib, 70%ni agressivniy o'zingiz o'sha biznesingizda yoki mana spekulyatsiyada
ishlashingiz mumkin. Olib sotish. Olib qanchadir vaqt kutasiz, mana 10 oy emasda, 3 oy ichida sotib olasiz. Uje siz ancha ko'proq foydadasiz-da. То есть mana shunaqa strategiya qilsa bo'ladi. Endi men shunaqa qilgan bo'lardim. Mana shu yo'lda yurgan bo'lardim. Sekinlik bilan bu narsa уже нормальный kapital chiqadi. Lekin pulingiz ko'paygandan keyin обязательно aktivniy biznesingiz bo'ladimi, boshqa anaqa aktivniy ish bilan одновременно passiv birga o'sish kerak. Passiv va обязательно birga o'sish kerak. Nima deganda безопасность. Bu недвижимость безопасность beradi. Nimagaki siz u недвижимость olib, super konservativniy недвижимость hisoblanadi. Misol uchun, uni olganingizdan keyin uni o'sha passiv daromad bersa, o'sha необходимый расходlaringizni passiv daromad покрывать qilgandan keyin уже siz уже спокойно biznes bilan, нормальный biznes bilan shug'ullana olasizda. Уже qanaqadir siz безопасностьдасizda, hali moliyaviy безопасность deydi-yu, hech qanaqa sizda moliyaviy svoboda emas-u, moliyaviy erkinlik bo'ladi u narsani. Misol uchun, sizni необходимый расходlaringiz hammasini passiv daromadingiz покрывать qiladi. Bolalaringiz o'qishi, yeb ichishingiz, kiyinishingiz, u yoqqa borishingiz va hokazo. Mashinga harakat qilish kerak, чтобы одновременно o'sishiga. Keyin bu yoqda agressivniy biznes bilan yoki spekulyatsiya bo'ladimi, boshqasi bilan spokойно shug'ullanursa bo'ladi-da. Anaqa qilinsa-chi, masalan, новостройка под котлован olinadi. Masalan, aytaylik, kichkina xonadon 40 kvadrat deylik. Под котлован masalan $1000 bo'ladigan bo'lsa, aytaylik 40 ming bo'ladi. Sizda 50 ming pulingiz bor. 40 ming berib qo'yasiz. O'rtacha новостройка aytaylik 2 yilda bitadigan bo'lsa, 24 oy menimcha hozir o'rtacha bo'lib qoldi новостройкаning bitishiga. 2 yilda bitadigan bo'lsa, taxminan qancha oshadi? Bu variant ham yaxshi. Endi hozircha mana bunaqa narsa ham bo'lib qoldi-da. Ko'pincha kichkina kvadratli qimmatroq sotiladi-da, o'shani hisobigacha katta ham o'smayapti-da. Nima deganda, o'zi balans shunaqa qilinadi, shaxmatga shunaqa qilib kichkina kvadratli qimmatroq, kattaroq qilsa, endi to'g'ri, undan ham foyda qilsa bo'ladi, to'g'ri. Lekin o'tda endi ko'pchilik уже yana ham znание ko'proq kerak. Nimani hisobiga aytolmanki, уже endi developer vaqtida quradimi, cho'ziladimi, aytganingizdek kadastr cho'zilyapti, va hokazolar bo'lyapti-yu, keyin uni sotish. Endi mana bu oldingizda-da. U ham bor, to'g'ri. 3-variant shunaqa. Olib, kutib, kadastr olib sotsangiz bo'ladi. U ham norma, normal. Endi 2 yil kutgandan ko'ra tezroq naqdi bo'lgani ham bitta variant demoqchiman-da, lekin men vaqtimni, fokusimni ketkazmayman, o'zimni ishimda qoldiraman-da, lучше investitsiya qilib qo'yaman, developer bergandek qilaman desa ham zo'r variant u ham. Hozir developer sifatida ko'pchilik endi Toshkentda quryapti. Samarqandni olib tashlaylik. Samarqand bo'lmasa, ya'ni qaysi viloyatda potensial ko'ryapsizlar? Hamma joyda bor menimcha. Endi aholisi ko'proq viloyatlarda-da. Andijonga o'xshagan. Andijondami yo'q, unaqadan hamma joyda qurilish kerak-da. Hamma joyda qurilish kerak, bilaman, yetishmaydi. Yetishmaydi, hamma joyda bor. O'zingiz qaysidir viloyat? Endi bizda hozircha uni viloyat, o'ylab ko'rganmiz, xudo xolisa. O'ylab ko'rganmiz, lekin hozir bizda shu Bo'stonli, Toshkent пока что ближайшие yillarda keyinroq mo'ljalimiz bor, xudo xolisa. Hozir meni bir yaqin do'stim borlar, juda yaxshi inson, inson sifatida juda ham qadriyatlarimiz mos, даже maqsadlarimiz почти bir xilda. Mana bunaqa desam, anaqa. Просто mana bunaqa sherikchilikda, bunaqalarda ham bitta nima bor-da. Bizda bitta fikr aytsangiz, o'shani fikriga yana ham bitta yaxshiroq usilit qilib turib sizga aytsa, sizni ham voy, men buni o'ylamagan ekanman desa, shunaqa поддерживать qiladigan sherigingiz bo'lsa zo'r-da. Bizda shunaqaga yaqin anaqada, bir-birimizga ali bitta fikr aytsam, "Voh" deydi-da, uni yoniga yana bitta yaxshiroqni qo'shtirib anaqa qilganda уже voy deydi-da odam. Mana shunaqa usilit qiladigan nima bir partnyor do'stimiz bor Moskvada. Moskvada katta qurilishlarda nima qiladigan topoviy 4-5 ta topoviy developerlar bor. Ular bilan birga ishlaydigan anaqa Monolith ishini qiladigan nima? Ularning komandasida Monolith ishi, отдельно kompaniya bor, 2000 ga yaqin
komanda. Ular bilan hozir billa Toshkentda millati o'zbek inson. Faqat O'zbekiston tug'ilmaganlar ular. Ular bilan hozir yangi yana bitta kompaniya ochdik. Shunga hozir sekin-sekin o'sha jiloy bo'yicha sekin-sekin o'sha qadamlar qo'ydik, xudo xolisa. Shu mo'ljalimiz bor, shu bizlarni ham keyin o'rganish. Hozir. Anaqada Kaliforniyadan oltin vasvasasi bo'lgan paytda hamma anaqa oltin topishga kirishib ketgan paytda ketma sotganlar boyib ketgan deyshadi. Bo'ladi-ku. Hozir hamma quruvchi bo'lib ketayotgan paytda bizda xalq tipida gap bor, maymun biznes deb qo'yishadi. Hamma kiradi, xohlaganini qiladi. Qurilish haqidagi odamlarning anaqa fikrini ham buzib yuboradi, quruvchilarning obro'sini ham tushirib tashlaydi. Shu bor-ku shunaqa odamlar kirib olishadi, shu yerda pul bor ekan debdi. Biza masalan 5 yil oldin men bundoq qaraganman-da, qurilish qayerga qarab ketayotganini, yo to'xtama, qurilishga kirmayman-da deganman. Qurilishga yordam beradigan biznesga kira qolay deganman. O'shandan qurilish atrofida. Qurilish atrofida biznes qila qolay deganman. Baribir bu industriya boom bo'ladi. Baribir quruvchiga kerak bo'ladi deb turib marketing agentligi ochganman. Keyin hozir men 1 kvadrat metr loyihani qilganmiz. Ya'ni qurilish atrofida bo'lyapmiz-da. Sizlarga yana qaysi turdagi biznes yetishmayapti? Bu o'zimga shaxsan ham qiziq, ko'rayotgan zritelga ham qiziq bo'lishi mumkin deyman. Qurilishga kirmadi. Qurilishga bir yordam beradigan qanaqadir biznesga kir. Mana quruvchi sifatida qaysi biznes yetishmaydi deb o'ylaysiz? Mana hamnaqa bo'lsa zo'r bo'lardi. Endi misol uchun zo'r tajribali loyiha mutaxassislar ko'p yetishmaydi-yu. Loyihachilar misol uchun bo'lishi mumkin. Ko'p, lekin bizda narx qimmat. Loyihachilar narxi qimmat. O'shanga chetdan olib keltirasizlar. Bir xil payt chetdan qilganingiz arzonroqda. Shunaqa ham bo'lganda, bor shunaqa nimalar hamda. Bizda qimmat narxlar, dizayn qilish, anaqa narsalar qimmat. Yaqin Qozog'istondan qimmat. Men ko'pincha mana Qozog'istonda shu BI Group anaqa kompaniyalar bilan ishlaydigan bir do'stim bor u yoqda. Astonada yashaydi, ularda kompaniya bor, anaqa men ular bilan ko'pincha anaqa qilaman-da, даже anaqa bo'lgani uchun ham dizaynlarni ham anaqa narsalarni ham misol uchun qurilish mana shu arxitektura sohasida mana shu anaqa proyektirovaniyada menimcha konkurensiya bo'lish kerak, yana ham kuchliroq menimcha. Shunga menimcha talab bor, nimaiki narxlar baland. Nisbatan baland deb bilaman men, lekin bilmadim boshqalarning fikri qanaqa-yu. Xo'p, endi mutaxassislar, qurilishga aloqasi bor mutaxassislar kamda. Kam, mana quruvchilar kam, misol uchun mutaxassislar kamda, yetishmaydi bir xil paytlarda. Marketing bo'yicha mana именно spesifikli qurilish marketingini qiladigan agentstvalar ham kam shekilli. Bitta biz ham xolos. O'shada qarab, kam. Shunaqa. Ular ham ko'payishlik kerak. O'shada bar sal boshqacharoq narsa-da bu. Podxod boshqacharoq bo'lish kerak menimcha. Sotuv bo'limini qiladiganlar kam. Sotuv bo'limi отдельно outsource qiladigan yaxshi mutaxassislar, sotuvni zo'r biladigan, недвижимостьdan qiladiganlar kam. Sotuv bo'limi zo'r. Qachondir mana shu sotuv bo'limi ham outsourcega chiqib ketadi deb o'ylaysizmi? Uyingizda olib qolmaysizda. Hozir mana O'zbekistonda shunaqa tendensiya, endi oxirgi 10 yil menimcha kuzatishim bo'yicha sotuv hech qachon developer o'zidan chiqarmagan. Doim ushlab qo'ygan. Men sotuv o'zimda turadi. Mayli, marketingga qaysidir chaysini outsource qilaman, o'sha lead generatsiya chaysini, qaysidir chaysini outsource qilaman. Lekin sotuv o'zimda bo'lishi kerak deb. Chetda qaraydigan bo'lsangiz, asosan realtorlarga o'tib ketgan. Loyihani sotish, masalan, Dubayda ham ko'rdim, to'g'ri o'zini sotuv ofisi bor, lekin bizachalik anaqa qilinmagan. Ko'proq realtorga o'tib ketgan. Qachondir chiqib ketadimi? Yoki o'zi mana outsource kompaniyaga o'tib, keyin ular realtorlar bilan ishlayverib anaqa qilgani yaxshi-da. Meni fikrim bilmadim. Meni fikrim shunaqaki, o'sha hamma mana shu nuqtalarni professional o'zini ishini ustalariga bo'lib bergan eng to'g'ri yo'li. Meni fikrimcha shunaqa deb o'ylayman. Endi u sotuvni ham baribir o'sha zakazchi bilan developer bilan billa qilinadi-yu strategiyasi. To есть aytmoqchiman, o'zi komanda tuzib, o'zi boshqargani, o'zi javobgar bo'lgani, hammasini o'zi qilgani. Lekin bu narsalarni men Amerikada ko'rganman. Men o'rtoqlarim anaqa qilib bor. U yerda misol uchun 3 kishi, lekin
masshtabniy qurilish qiladiganlar bor-da. O'shani aytaman. Hammasi o'sha yerda o'zida anaqa bo'ladi. Hamma ish o'ziga bo'linadi. O'sha bo'yicha uriladi. Shuning uchun meni o'ylashimcha o'tib ketsa kerak. Mana отдел продажani zo'r, cho'tki yurg'izadigan mutaxassislar kam, misol uchun. Bor, to'g'ri, yana kerak demoqchiman-da. Yengil sotib olgan odam endi har xil quruvchi paydo bo'lib ketdi. Yaxshisi ham, yomoni ham, aldab ketganini ham ko'rdik. Rosa ko'p narsa bo'ldi-da. Kirib mana uy sotib olganda o'zi nimasiga qarab filtrlab olsa bo'ladi? Чтобы quruvchi haqiqatan bitirib beradi yoki bitirib bermaydi. Masalan, o'zingiz quruvchi bo'lmaganingizda, mana shu 3 yillik tajribangiz bor-da, uy sotib olsizda podkatlam olgan loyihalaringiz ham bordir. Nimasiga e'tibor berasiz masalan? Endi o'zi birinchi qurayotgan odamga-da shu developermi, shu kompaniyaga ko'proq birinchi aniq qilish kerak. Vaqtida quryaptimi, qanaqa, orqasida kim turibdi, qanaqa odam bor, o'sha endi hali mas'uliyatli odam bo'lib, o'sha aytgan ishini qilgan bo'lsa, misol uchun yangi developer bo'lsa ham, kecha developer bo'lib qolmagan, u kim nima shu etapgacha, endi bu o'zi mana qurilish sohasi bu normalniy baryeri bor sohada, ya'ni kirish oson narsa emas-da, unga qaysidir etaplardan o'tib chiqilinadi-yu. Shuning bungacha qanaqa nima? Agar u insonda shu kungacha eko отношение bo'lgan bo'lsa, odamlarning ishonchi haligi baland inson bo'lsa, mas'uliyatli человек slovo bo'lgan bo'lsa, qanaqadir boshqa shu odat shakllangan bo'lsa, u insonga ishonsa bo'ladi. Shu odati bo'lsa, mas'uliyat his qiladigan, birovga va'da qilgandan keyin qilgan. U qanaqadir kichkina biznesda bo'lishi mumkin, katta biznesda bo'lishi mumkin. Men har doim shu narsani aytaman. Yoshlarga ko'p misol uchun gaplashib qolsa, yana qilsa, hozir qanaqadir etaylik biznes etaplari bor-da o'zi. Birinchi etap etaylik oddiy bir qanaqadir kichkina biznescha mana remeslo deylik, kuningiz o'tadigan, bir ishni orttiradigan bir ish bilan shug'ullanyapsiz. Biznescha deb aytaylik. Biznes deb bo'lmaydi, ana qanaqadir bir kichkina ish bilan. Keyin sekin uni o'sha hujjatlashtirdingiz va hokazo qildingiz-da, qanaqadir individualniy предприниматель bo'ldingiz. Tadbirkorlik bilan shug'ullanyapsiz. Keyin sekin rivojlanib biznesga o'tdingiz. Mana shu biznes etapga o'tganingizda уже marketing, uni o'sha tizimlashtirish va hokazo sistema qilish, sifrovat qilish, hammasini komanda tuzishdi. Mana shu paytda уже sekin keyingi etap уже масштабироваться qilish, kengayish. Mana shu etapda agar sizda boshidagi qadamlaringiz noto'g'ri bo'lib, insonlarni ichida eko отношениyangiz bo'lmasa, hali eko отношения deganda men haligi reputatsiyangiz bo'lmasa, уже mana shu yerda qiynaladi. Pulga sotib ola olmaysiz u narsani. Agar shu reputatsiya bo'lmagan bo'lsa, reputatsiyangiz to'g'ri kelmasa shu narsaga, ko'pchilik bilan pulli konfliktlaringiz bo'lgan va hokazo aytganingiz qilinmagan, обязательство qilinmagan va hokazo bo'lgan bo'lsa agar, mana shu yerda qiynaladi. Ana undan keyin mana shu yerda eko отношенияsi bor odam bu yerda puldan qiynalmaydi. Xalqatdan biladi. Основатель haqi. Masalan, ba'zi основатель, masalan, siz yo'qlari demoqchisiz. Sizdagi odamlar bor, endi yangi bo'lsa, to'g'ri, yangi bo'lsa, agar hech qayerda yo'q bo'lsa, endi уже u riski bor. Shu savolni tayyorlab qo'ydim, qarang. Riski bor. Shaxsiy brendingiz haqida. Kimda shaxsiy brend pozitiv tomonlari bor. Bitta narsa qo'shib ketsam mayli, mana shuga. Hujjatlarni tekshirish kerak. Hujjatlarni, o'sha loyiha sovetdan o'tgani, ekspertiza xulosalari borligi, loyiha bo'yicha qurilayotgani, mana shu narsalar ham bo'lsa, unda уже normalniy boshidan yondoshu to'g'ri bo'lgan bo'ladi-da. Shu ham bitta anaqa, misol uchun yaxshi odam bo'lishi mumkin, odam nima bo'lishi mumkin. Men bitta narsani tarafdoriman-da. Mana shu otрасли deylik, qurilish anaqasi rivojlanishi uchun hamma bir-birini bir konkurensiya deb anaqa qilmasdan bir-biriga qanaqadir ma'noda yordam berishdi, чтобы insonlarni ong ostida quruvchilar hammasi anaqa qilyapti, u qilyapti, cho'zib qo'yapti, yaxshi qilmayapti degan narsa bo'lmasin. Mana bankda qanaqa? Mana banklar qanaqa? Aytaylik, bitta bankda pulingiz turibdi-da, borib olaman, siz bermayman desa yoki cho'zsa, boshqa qilsa, sразу noto'g'ri fikr paydo bo'ladi. Siz boshqalarga aytishingiz mumkin. Ularda qanaqa kelishuv bor? Bank o'zida pul bo'lmasa, boshqa bankdan olib turishi mumkin-da. Qanaqadir vaqti bor ularning, kelishuvi bor. Chet el banklarida shunaqa. Sразу berib turadi-da, u so'ragan odamga sразу berib yuboradi-da. Maqsad nimaki? Insonlarning orasida
gap paydo bo'lmasin-da, общий bozor pasaymasin, ishonch yo'qolmasin. Mana shu aytaylik, bank tizimiga ishonch yo'qolmasin. Bir-birimiz podдержка ishonch yo'qoladi. Mamda ham misol uchun qurilishdagi nimalarda ishonch yo'qolishi hammaga ta'sir qiladi-da bu. Hammaga ozgina ta'sir qiladi. Bu o'sha aytganingizdek vaqtida qilinmagan narsalarni nimaligi. Endi riski bor, to'g'ri, ozgina risk bor. Endi o'sha minimalniy riskga qarab yurish kerak bo'ladi-da. Shaxsiy brend haqida savol bermoqchi edim. Bitta savol berib ketdik o'rtada dedim, gapingizdan kelib. Mana kolbasachilar bir-birini rosa og'ayni. O'zbekistonda bilsangiz, hamma kolbasa chiqaradiganlar do'st. Sokda ham shunaqa deb eshitganman. Quruvchilar ham bor. Fasodchilar ham xuddi shunaqa, to'ppa-to'g'ri aytdingiz. Quruvchilarda ham bormi shunaqa? Drujina atnasheniya. Quruvchilarda ham bitta bor, unaqa katta emas. Unaqa kattasini anaqa, lekin bor, kichkinaroq kuruklar. Lekin qilish kerak-da, bunaqa soobщество bo'lish kerak-da. Bir-birlar bilan anaqa qilib, bor kelishib, anaqa qilib qilingan, baribir konkurentlar bilan konkurent emas, o'shalik bitta sohadagilar bilan birlashish, baribir bu foyda tomoni rosa katta. Birlashish kerak, bir-biri bilan fikr almashish kerak. O'shanda bu otрасли rivojlanadi-da. Bo'lmasa hamma har qayerga tortib, bir-biridan bir narsani bekitib yursa anaqa. O'zi menda shunaqa narsa nima qilaman, har doim bir ochuvli, anaqa qilib ochuvli. Misol uchun aytaylik, mana tog' rayonida mana shu qildikmi, shu narsani mana anaqa qilindimi, shuni boshqalar ham ertaga boshlab qilinsa, shu soha rivojlanadi, shu tomon rivojlanadi. Bu zo'r. Bu hech qanaqa bu konkurent yoki va hokazo emas, naborot hammaniki sotiladi. Ko'proq odamlarni vnimaniyasi shu qaratiladi. Bu normalniy holatda. Shuning uchun самый главный o'shaligi vaqtida o'sha mijozga aytilgandek qilib berib topshirishga harakat qilinsa, o'shanda mashaligi ishonchsizlik paydo bo'lmaydi-da. Eksperiment o'tkazishgan bilasizmi? Eksperiment qanaqa desangiz, bitta universitet kampusida avtomat qo'yib qo'yishibdi. Coca-Cola'ning avtomatida. Kuniga 100 ta sotilibdi. Keyin yoniga Pepsi'ning avtomatini qo'yib qo'yishibdi. 200 ta sotilibdi kuniga. Nima bunaqa bo'ldi desa, birinchi martasida studentlar borar ekanda, kola olaymi yoki yo'qmi deyotganda, yoniga Pepsi avtomati qo'yib qo'ysa, Pepsi olaymi, kola olaymi deb turib, anaqa bittasi, ya'ni yo'q degan narsa o'sha yo'qolib ketar ekanda. Bu aytganingizdek, qurilishda ham adashmasam, tog'da ham aytaylik, bir nechta variantlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha masalan Oqtoshdan olaymi, olmaymi emasda, Oqtoshdan olaymi yoki bu proyektdan olaymi degan anaqa holat bo'lar ekan. Shunaqa. U zo'r, u 100% shunaqa, shuning uchun har doim shunaqa. Mana telefonda ham boshqasida ham hammasi shunaqa bo'lgan. Naborot anaqa. Oldin faqat bozor bilgan odamlarda nima bo'lgan, keyin o'sha bunaqa bozor shakllangandan keyin o'sha odamlar do'kondan o'ziga qulay joydan olishga o'rganishdi. Zo'r. Endi ikkita savol qoldi, ikkalasini aniq bermasam bo'lmaydi. O'zim bunga qiziqqan savollar bular. Birinchisi shaxsiy brend bo'yicha. Bilamiz, shaxsiy brend ijobiy tomonlari ko'p, yaxshi. Lekin bir ustozimiz borlar, mana shaxsiy brend orqali qurilish kompaniyalari rivojlangan. Lekin oxirgi payt o'zlari chiqdilar, korporativniy kultura shakllandi, kompaniya menga bog'lanib qolmasin dedilar. Va sizda mana shaxsiy brendingizni rivojlantirgansiz. Qanaqa ijobiy tomoni bo'ldi va qanaqa salbiy tomoni bo'ldi? Menga ko'proq ijobiy ham qiziq, lekin salbiy qiziqroq menga. Chunki balkim kelajakda quruvchi bo'lmoqchi bo'lgan odam to'g'ri qaror qabul qiladi deydi-ku. Sana o'tirib o'ylab qolasan, bekor qilgan ekanman degan holat bo'ladimi? Endi unaqa narsa deb bilmayman. O'zicha nima desa bo'ladi? Men shaxsiy brend qilishim kerak, shaxsiy brend degan fikr bo'lmagan menda-da. Men boshqacha kirib qolganman bu narsaga. Qisqacha aytib o'tib ketaman. Ikkita gap bilan bunaqa bo'lmaganda menda boshqacharoq bo'lgan. Qarang, men shaxsiy brend qilish niyatim bir narsalar, bunaqa narsa qiziqqanman nimaga? Oldin eksport import bilan shug'ullangan paytlarimizda o'sha kompaniyamiz bor edi. O'zimizning yuklarni o'zimizning mashinada olib kelardi. Yevropada kompaniyamiz bor edi. O'sha paytlarda Rossiyada bolalar bilan uchrashib qolganman. O'tda ishlab nima qilishardi, anaqa ko'p kuchmat shunaqa ko'rishganman-da, sharoitligini ko'rardim, anaqa qilardim-da. Oddiy o'zimni tajribamdan kelib chiqib
o'zimni qilgan ishlarimni qilganman. Mendan so'rashganda, "Oka, qanaqa qilib nima qilgansiz, nima qilaylik?" Men ham bo'lganman-da chet elda, xuddi shunaqa Yevropada, Angliyada, boshqa nimalarda. Nima oddiy o'zimiz qilgan narsa, juda oddiy narsalarni aytganman. Insonlarning hayoti o'zgarishi boshlaganda, ozgina vaqtdan keyin kelinglar mamtga deganman, kelishgan, shu yerda anaqa qilganmiz, yordam berib va hokazo deb o'zining yo'lini topib ketganda bolalar. Keyin men o'ylab qolganman-da, kimdir meni ham qachondir zarazit qilgan shunaqa qilib, nimaga endi men qilishim kerak emas. Kimnidir ruhlantirib, kimdir anaqa kimgadir foydali bo'ladiganman, yoshlar qarab turib ergashsin, boshqa qilsin-da, zaadno o'zim xohlayman-ku qanaqadir tajribam bilan bo'lishga, o'zim fikrimni aytishga qiziq-ku menga deganman-da. Mana shu narsadan boshlanganda, oldin o'zim shunda telefonda olib shunaqa qilinganda, unaqa lичный brend qilishim kerak degan fikr bo'lmagan. Shu narsa yana qilgandan keyin уже ehtiyoj bo'lib qoldi-da, qayerdadir men o'zim tushunmayapman, qila olmayapman, keyin mutaxassislarga anaqa shu bilan keyin davaychi biz qilib beraylik deb turib, keyin mana shunaqa bo'lib ketdi-da. Endi aytmoqchimanki, unaqa bir target qilib, boshqa qilib, anaqa qilib, unaqa odam ko'paytirishga harakat ham bo'lmaganman-da, hech qachon qilmaganmiz unaqa, o'zi prosta organikada nima bo'lganda. Endi o'zi agar qilayotgan ishingiz to'g'ri, niyatingiz to'g'ri bo'lsa, bir to'g'ri niyat bilan qilayotgan bo'lsangiz, o'z-o'zidan Alloh taolo yo'lingizni ochadi-da, hali o'z-o'zidan ozgina nima deydi, jonlanadi bu narsa, sal ko'zga ko'rinib qoladi-da. Menda shunaqa bo'lgan, misol uchun. Lekin konkretniy anaqa nima qiladigan bo'lsa, ziyon tomonini aytadigan bo'lsa, to'g'ri, endi bir xil qanaqadir bir negativ fikrlar yozishi mumkin va hokazo. Lekin men ahamiyat bermayman. Bu normal holat deyman. Hammaning fikri bor. Kimdir nimadir deyishi mumkin. Normalniy holat bu ham. Men unaqa narsalarga ahamiyat bermayman. Endi bir xil paytlarda to'g'risi ko'p bo'ladi. Vaqtim yetmay qoladi, boshqa bo'ladi, kamanda o'zligi bir narsa qo'yib yuborishadi, boshqa bo'ladi, menga yoqmaydi deb rosa ko'p arxiv qilib yuboraman. Sразу kecha ham o'tgan kuni arxiv qilib yubordim bitta videoni. O'zim ko'rmanman-da. Ayolim menga telefon qildi. Bahrom aka, "Meni ko'rdingizmi o'zingiz?" debdi. Keyin bitta ko'rdimda, qarasam soat 10 dan oshgan ekan. Sразу telefon qildimda, arxiv qilaylik dedim, qilib qo'ydim. Endi shu negativni anaqalarni aytmasa, unaqa ziyon tomoni bir narsa bor deb unaqa deyishga anaqam yo'q. Kimlarnidir g'ashiga tegib, bir xillarni bir fikri bo'ladi. O'sha fikrini aytganda ozgina o'zingiz anaqa qilmasangiz, u ahamiyat bermasangiz, unaqa bir negativni anaqa biznesingizga ta'sir bo'lmadimi? Endi qanaqa yaxshi ijobiy bo'ladi. Ijobiy bo'ladi, u-da ijobiy tomoni bor. Lekin hali bir salbiy tomoni anaqa yo'q. Menimcha hozir imkoniyatlar berilyapti, davlatimiz rahbarlari, mutasaddilar tomonidan hamma biznesni orqasida bor qanaqa. Endi mana bunaqa narsa-da, mana misol uchun aytaylik, mana muvaffaqiyatli biznesmen, hozir prezidentgacha anaqa bo'ldi, misol uchun aytaylik, Donald Trump misol uchun lичный brend qilish kerak, anaqa nima va hokazo, uni ham fikri shunaqa-da. Endi boshqa anaqalarni qilsangiz, просто lичный brend qilsangiz ishonch ko'proq bo'ladi menimcha. Odam o'zi lичный brend deganda qanaqa demoqchimanki, o'zingiz shaxsiy rivojlanishingizga, o'zingizga fokus berib, oddiy o'sha qadriyatlaringiz, o'sha ekspertligingizni ozgina ko'rsatsangiz, o'z-o'zidan haligi sizga plyusga ishlayveradi-da u. Demoqchiman, men lичный brend qilishim kerak deb turib, nimalarnidir bir sun'iy qilib ko'rsatish emas demoqchiman. Odam o'zi shaxsiy rivojlanishiga fokus qaratsa, rivojlanishda to'xtamasdan o'zini ustida ishlab turib, одновременно buni o'sha ekspertnis bo'lsa, qaysidir anaqada o'shani ko'rsatib, qanaqadir qadriyatlarini o'zini ko'rsatib, mana shunaqa lifestyle qilib, mana shunaqa yurg'izilinsa, menimcha to'g'ri bo'ladi. Men bu lичный brenddan tashqari men bu kompaniyamiz bor, developers kompaniya bor. Menimcha Bro Development. Hozir loyihalar qilyapsiz-da. Loyihalarni brendi kuchliroq bo'lib ketyapti, developer kompaniyaning nomidan ko'ra. Masalan, Murad Buildings oladigan bo'lsak, bu yerda developers kompaniya, Murad Buildings nomi doim loyihalarining nomidan baland turganda. Shunaqa. Sizni o'zingizni strategiyangiz qanaqa? Developers kompaniyasi nomini ham ko'tarishmi? Chunki hozir qilayotgan loyihalaringizni ko'ryapman. Masalan, Celebrity Residence
brendi kattaroq, birovdan ko'radi. Xuddi shunaqa Oqtoshda ham. Hammasini birov development qilyaptimi yoki yo'q, o'tdachi mana bunaqa narsa to'g'ri, bu narsa bor, unaqa hali fokus qaratilmagan. Endi hozir mana Dream Level degan kompaniya ochdik yangi. O'shanga ko'proq qaratyapmiz-da. Birov development o'zi o'sha nejiloylar qurish bilan qilinsa, jiloyga boshqa anaqani mo'ljallaydi, o'shani ajratmoqchimiz. Shunaqa nimamiz bor. Uzoq yillik shunaqa strategiya. Da. Oxirgi savolim, ichimda qolib ketmasam. Sizlarni endi masalan developerlarni men anaqa deyman, rassomlar deyman. Faqat shahar rassomlari deyman. Endi sizlar bitta narsa qurasizlar, bu shaharning bir ikonkasiga aylanadi. 50 yildan keyin, 60 yildan keyin o'zingizlar bundoq ko'rib nima qilasizlar-da. Quruvchi binolarda xarakter yo'qolib ketyapti. Ya'ni to'rtburchi joy bo'lib qolyapti, bo'ldi-da. Oldinlari e'tibor bergan bo'lsangiz, xarakter qanaqa naqshlar bo'lardi, qurilishda bo'ladi-yu, har xil bir o'zgacha yondashuv bo'lardi-da. Nimaga bu holatdan hozir biz anaqaga o'tib ketdik? Mana bunaqa seroy bo'ladi-ku, to'rtburchi bino qurishga o'tib ketib qoldi. Ya'ni fasadda juda katta xarakter bo'lmayapti. Masalan, 10 yil oldin ham hattoki ko'rganmiz har xil loyihalarni, juda chiroyli loyihalarni ko'rganmiz-da, birdan yo'qolib ketdi bu narsa. O'sha naqshlarga e'tibor berilmay qo'ydi, hech qanaqa, ya'ni juda standartga o'tib ketib qoldi. To'g'ri, o'zi lekin meni fikrim o'zimda shunaqa fikrki, har bitta loyiha har xil bo'lish kerak, har xil individual yondashuv bo'lish kerak degan fikrim bor. Shunaqa bo'lish kerak, hali bir-biriga o'xshab qolgan, bir-biriga anaqa bo'lish kerak emas. O'shanda ham menimcha uni bir nima deydi, hali tsenniy bo'ladi o'shanda, hali har xil bo'lsa. Misol uchun Dubayga olsangiz ham o'tda bir xil bino yo'q-da, hammasi har xil o'ziga xos, o'ziga anaqa. Bizda ham shu narsaga ahamiyat berishga harakat qilaman. Niyatim shunaqa, xudo xolasa. Lekin ko'proq hozir to'g'ri naqshli yoki har xil o'yma anaqali qilingan klassika nimasida qilinmasdan sal уже high-tech, mana bunaqa современный nimaga o'tib ketilyapti. To'g'ri. Bunaqa narsa bor. Endi bizda nimaga unaqa desangiz, bizda hozir ko'pincha mana suxoy montaj ishlar qilyapti-da, fasadda. Siz aytayotgan nimada uhod talabda, u misol oq rang bo'ladigan bo'lsa, anaqa bo'lsa yoki uni toshdan, travitindan qilish kerak, sal ishi ham anaqaroq, qiyinroq, uzoqroq. O'shani hisobga olmasa, lekin hozir mana materiallar ko'payib ketdi-da, suxoy montaj qilinadigan, yaxshi, u yonmaydigan va uzoq yil xizmat qiladigan, suv kursa ham anaqa nimada, keyin утепление, suvga chidamliligini aniq qilish uchun hali orqasidan bazalt qo'yiladi, gazoblok orqasidan bazalt qo'yib qilishga ham udobniyda. Montaj qilish ham udobniy, tez bo'ladi va suv tegadi, quyosh tegadi, farqi yo'q, takoy termizdek bo'lib anaqa qo'radi. Ko'pincha endi menimcha ko'pchilik shu uzoq muddat xizmat qilishini nazarda tutib shunaqa narsaga yurilyapti-da. To'g'ri, endi o'tda ham misol uchun toshdan ham qilib o'sha bazaltlarni qo'yib qilsa ham bo'ladi, unaqa nima ham bor. Menimcha endi uni sal ishi dolgiroq, qimmatroq bo'lgani uchun bo'lsa kerak. Aytmoqchi bo'lganim, talab kamayib ketdimi bunaqa loyihalarga? Yo'q, talab menimcha mana misol uchun Yangi O'zbekiston tomonlarda shunaqa siz aytayotgandek qilinadi. Konsepsiya shunaqa misol uchun. U yoqda shunaqa bo'lishi kerak, must have, uni boshqacha qila olmaysiz. Mana o'sha yerda уже tosh, travitin, tosh, anaqa hammasi o'sha shunaqa bo'ladi o'tda. Endi bu yoqlarda unaqa talab bo'lmagani uchun endi hamma har xil anaqa qilib ko'rilyapti-da. Ertaga endi qanchalik darajada bu o'zini oqlaydi yoki anaqa bo'ladi-yu. Uni endi ko'ramiz, vaqt ko'rsatadi, xudo xolasa. Hozir endi nima uchun unaqa degan savolga bilmadim. Endi hozir odamlar talabidan kelib chiqib, menimcha, har xil materiallar ko'payayotgani uchun endi qilib ko'rilyapti-da hozir. O'zingiz ham qachondir qilib ko'rgingiz keladi? Takoy. Необычный anaqa. Da, menga misol uchun da, вообще необычный qilib, o'sha naturalniy toshlardan qilib anaqa qilish, конечно, unaqa narsa bor. Mo'ljal bor o'zi shunaqa, xudo xolasa, sekin-sekin. Xudo xolasa. Rahmat Bahrom aka, vaqt ajratganingiz uchun. Rahmat kattakon sizlarga ham. Sog' bo'linglar. Rahmat.